aytaylik, sizda pul bor. Pulni menga bering deyman. Ishonmasangiz bermaysizlar. To'g'ri. Customer trust eng birinchi o'rinda. Lekin PayPal'dan investitsiya olgan faqat bitta kompaniya bor ekan Koreyada. O'sha bitta fintech kompaniya. O'sha Postbank. Senga arzonga telefon sotaman, kompyuter sotaman derkanda, hammadan pul yig'ib oladi, qaysidir akkauntga-da. U akkauntdan bir boshqa odam akkaunti bo'ladi-da, nimadirlar qilib olib chiqib ketadi keyin o'sha pulni. Engineering komandamiz juda ham hozir katta bo'lgan. 450-500 ta injenerlarimiz bor. Bu yog'iga injenerlar so'raldi qildim deyish olmaydi. Endi ownership bo'lish kerak. Ajoyib. Aniq esimda yo'q, lekin bitta litsenziya bor edi. O'sha litsenziyani olmasdan oldin bizlarda o'sha servis tayyor bo'lgan. Lekin uni ishga tushirib bilmaganmiz, chunki bu noqonuniy bo'lar edi. Biz aytamiz, musulmonlar ertaga kimdir xato qilsa, Alloh oldida javob beradi deymiz-da. Sunnilik qanaqa javob beradi? Unda qalb yo'q, ruh yo'q-da. Har bittasiga yoki 100 yoki 200 ming dollar har oy. Nvidia'ning CEOsi Jinseng aytayapti shu haqda. Agar deyapti injener 500 ming dollar yiliga oylik olsa deyapti, u 250 ming dollarlik token ishlatish kerak deyapti. Hozirgi kungacha где-то plus-minus 100 ta injener kerak. Bizlarda employee shortage bor. Hozir o'sha muammoga yaqinroq bo'lgan odamlarga ish ko'p. Muammoni tushunib turib, uni yecha oladigan. AI ishlatasizmi, odamlarni ishlatasizmi, yechish kerak. Mana shu odamlarga ish ko'p. Yoshlarga aynan software engineering bo'yicha kelmoqchi bo'lgan yoshlarga qanaqa maslahat berasiz? Ya'ni 3 ta narsa. Janubiy Koreyaning Seul shahridan assalomu alaykum. Demak, B podkastimizning bugungi soni juda ham bir dolzarb mavzuni qamrab oladi. AI va fintech. Va buning uchun biz Selman Group Ltd lead software engineer, ya'ni bosh software muhandisi Alexey Kimni taklif qilganmiz va bizga bu podkastda AI strategist hamda Humblebee AI kompaniyasining asoschisi do'stimiz Jumabek Alixondan yordam kutamiz va boshlovchi men Valijon To'rakulov. Alexey, B podcastining 4-soniga xush kelibsiz. Sizni chaqirishimizni sabablari ham ko'p. Nimaga deganda, chunki AI davrida hozir to'g'ri yaxshi narsalarga ishlayapti, lekin ayni paytda jinoyatchilar ham AI ni yaxshigina ishlatishyapti. Ya'ni masalan spam bo'ladimi, scam bo'ladimi, hamma narsada bu narsani ko'rishligimiz mumkin. Mana shu chiroyli mavzularni money launderingdan tortib qanday qilib o'zimizni AI savodxonligini oshirish kerak. Mana shunga o'xshagan mavzularda xudo xolasa siz bilan chiroyli suhbat qilamiz bugun. Suhbatdan oldin o'zingiz haqingizda biroz o'sha background tushunchalarini berib olsangiz yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum. Taklif qilganlaringiz uchun minnatdorman. Ismim Alexey, o'zim O'zbekistonda tug'ilib, o'sganman, Xorazmlikman. Hozirgi kunda o'sha Salman Bank grupda lead software engineer bo'lib ishlayman va Koreyada yashab, o'sha masofadan turib ishlayman o'sha bankda. Koreyada, lekin ofis bu yerda emas, masofada ishlanadi demak. Legal entity yo'q. Ishchilarimiz bor Koreyada, lekin ofis yo'q. Hammamiz o'sha remote turib ishlayapmiz. Tushunarli. Bu yo'lda masalan o'sha Xorazmdan to bu Koreyaga kelib turib, mana shunday bir katta kompaniyada ishlash anchagina kuch, motivatsiya va disiplinni talab qilinadi. Mana shu yo'lda qaysidir sizda burilish nuqtasi bor? Mana shu narsani esla olasizmi? Ya'ni aynan shu Koreyaga kelib shu darajada katta kompaniyalarda lead software bo'lib ishlash, software engineer bo'lib ishlash. Yaxshi savol. Reja bo'lmagan. O'zi men o'ylayman, rus tilida so'z bor, avantyura degan so'z. Misol katta kompaniyaga kirib ishlayman degan nima desam, bunaqa reja bo'lmagan. Prosta yaxshi xodim bo'lasim bor, ya'ni hard skill'larimni yaxshilashtirishim kerak, soft skill'larimni rivojlantirishim kerak deb. O'zi anaqa natural, o'zi естественный flowda ketgan, keyin oxirida mana ishlayapman. Endi to'g'risini aytsam,
xudo xohlasa bu anaqa eng katta yutuqim emas deb o'ylayman. Aha. Biz ham shunga umid qilamiz, ishonamiz. Lekin Salmon Group'ni to'g'risi o'zim ishga kirganimdan keyin ko'p narsani tushunganman, ko'p narsani o'rganganman. Hozir ham har kuni yangi ma'lumotni o'rganyapman. Bunaqa reja bo'lmagan, lekin atrofimdagi do'stlarim oldin o'zi nima software engineer bo'lmasdan oldin kelib Lyosha yoki Alex nima qilmoqchisan deb savol berganlar. O'sha paytda to'g'risi men javobim bo'lmagan. Koreyaga 2017-yilda kelib, o'sha o'qishni bitirib, zavodlarda ishlab, keyin ishga kirdim. To'g'risi anaqa bo'lganman. O'zi Xorazmda ham IELTS o'rgatganman. Koreyaga kelib ham ofitsialniy o'sha vagonlarda ishlaganman. Bo'sh vaqtim ko'p bo'lganligi uchun o'sha do'stlarim bilan gaplashib, ular bir kuni aytgan, "Может быть, bir softverga kirasanmi?" deb savol berganlar. O'sha payt men o'ylayman, o'sha paytda eng anaqa turning point o'sha kuni bo'lgan. Nechinchi yil bo'lgan? Yili Magistr bitirganingizdan keyin bo'lgan-a? Yo'q, uni paytida bo'lgan. Уже kamida 1 yil yoki 2 yil o'sha software engineer haqida gaplashganman. Просто bir kuni o'zimni do'stlarim meni anaqa kutmasdan, chunki har kun telefon qilar edilar. Почти har kun. Boshladingmi? Nima o'rganding? O'zi nimadan boshlading? Men bilmayapman. To'g'risi nimani o'rganishim kerak deb savol berganman. O'sha paytda o'ylab turganlar nimani boshladigan? Web developmentni boshladigan. Boshlayman deb 3 oymi, 4 oy yurganman. Oxiri o'zlari menimcha asablarini bizdimmi bilmayman. Bizlari bir kurs topib, qozog'istonlik yaxshi kurs edi, C# kurs topib jo'natganlar. Men buni boshladigan. Bepul berganlar. Lekin o'sha nima kurs aniq bilaman, oyiga $100 mi, $200 bo'lgan o'sha paytda. Bepulizga qilib berishgan bu narsa. Ozgina vijdon qiynalgan, chunki meni do'stlarim mendan ko'p harakat qilyapti men uchun. Undan keyin boshlaganman shu paytda 2021 где-то shu yili. 2020 даже, вот. 2020 ni oxiri koronavirus bo'lgan. Coviddan keyin. Tushunarli. Shunaqa. Zo'r. Jumabek, co-host sifatida sizga savol beraman, chunki siz yoshlar bilan ko'proq ishlaysiz. O'zingiz aynan mentor darajasida ko'p yoshlarni yetkazib chiqaryapsiz. Umuman olganda, balki Alekseyning vaqtida vaqt boshqachadir. Hozir AI da holatlar o'zgarib ketgandir. Bu qanaqa realistik, ya'ni O'zbekistondan kelib turib, bu yerda masalan lead software engineerlik bo'la olishlik Koreyada katta kompaniyalarda. Qay daraja realistik deb o'ylaysiz? AI buni kuchaytirdimi yoki pasaytirdimi? Birinchi o'rinda o'ylayman, mana IELTS o'qitgan ekanlar, ingliz tilida, ya'ni ilm bilan, kognitiv ish bilan avvalo mashg'ul bo'lgansiz va MBA ni biznesda qilgansiz, to'g'rimi? Magistraturani international trade xalqaroda. Aytmoqchi bo'layotganim, mana shu narsalar yordam bergan bo'lishi kerak. Noldan bo'lganda qiyin derdim, bu 4 yil ichida lead software engineer darajasiga chiqib olish va hozirgi vaqtda menda boshqacha counter argument example ham bor. U nima desa, biznesda yurgan, menejmentda yurgan do'stlarimiz software o'rganishdida 1 yilga sarflashdi, olib ketisha olmadi. Ular qaytishdi orqaga. Nimaga qaytishdi? AI davri chiqib ketdi deydi. Mani boshliqlarim anaqa kod yozdirmayapti. Prompt bergin, AI ga qildirgin deyapti. Menga qiziq emas bu. Men qancha vaqt sarflab software engineer o'rgangandim deb turib chiqib ketyapti do'stlarimiz. Ya'ni tashab turib, endi menga menejmentda ish kerak deyapti. Mana shu narsa qiziq edi menga. Ya'ni bu savol bekorga bermadim, chunki masalan hozir Alekseyning hikoyasini eshitib kimlardir yoshlar nima inspire bo'lib ketishlari mumkin-da. Va mana shu narsa inspire bo'lish kerak, lekin realistik holatni ham sizdan so'radimki, shuni bir ko'rsatib qo'yaylik degan ma'noda. Yaxshi nima deydi, improvizatsiya bo'ldi. Aleksey, endi sekin bu sizni hayotingizga yana bir qaytib kelamiz. Undan oldin ayni paytda ishlayotgan kompaniyalaringiz albatta
ayta oladigan ma'lumotlarni ayta olsangiz juda ham xursand bo'lardi, chunki boshqa talantlarga ham bu bir foydali bo'lishi mumkin. Shunga Selman Group haqida bir nima bersangiz, ya'ni fintech kompaniyasi tushuncha bersangiz. Birinchidan men aytib biladigan ma'lumot bor va misol kompaniyani ichki ma'lumotini tarqatib bilmayman. Albatta. Va bugun misol men bu podkastda aytadigan gaplarim bu faqat shaxsiy fikrim. Okay. U to'g'ri bo'lmasligi mumkin, lekin nima desam, o'zim biladigan ma'lumotni ochiq share qilaman. Disclaimer qilib qo'ydingiz. Disclaimer, chunki bu kerakli narsa ekan. Salman Group bu o'zi holding kompaniya. Bizlar fintech deb aytsam ham bo'ladi, lekin ofitsialniy digital driven fintech holding company. Bu degani bizlarda bankni o'zi ham bor va ozgina bo'lsa ham digital banking ham anaqa urg'u qilganmiz. Misol Koreyada Toast Bank bor. 100% Toast Bank bilan bir xil emas, lekin Toast Bank bilan aytaylik, bilmadim, bir o'rtacha non-ko'p gibridi. Gibridi. Tushunarli. Hozir o'sha banking servicesni mijozlarga ko'rsatib biznes qilyapmiz Filippinda. Filippinda o'zida. Qancha mijozlar bor, ayta olasizmi? Tak, mijozimiz bilmadim, lekin monthly active users 3 milliondan oshgan. 3 milliondan ko'p. 3 million unique users. Va yaqinda eshitdim, $100 million investitsiya round yopildi. Hozirgacha qanaqa bo'lgan shu investitsiyalar? Qancha investitsiya ko'tarilgan yoki mana 100 millionlik investitsiya ko'tarilgandan keyin nimalar o'zgardi? Bu oy, tak 2026-yil aprel oyida $100 million investitsiya olganmiz. Uni birorta qismi o'sha bond bo'lgan, birorta qismi equity based. Ko'p qismi equity based deb eshitdim lekin. To'g'rimi? 50-50. Shunaqa ba'zi paytda 40 ga 60 bo'ladi, to есть ba'zi paytda equity ko'proq beramiz, bond kamroq olamiz va adashmasam bu safar emas, o'tgan safar bond ko'proq olib equity kamroq berganmiz. Demak, hozir Salman Group asosiy puli equitydan kelgan va bonddan kelgan investitsiyalar. Depozitlarchi, masalan, 3 milliondan 5 milliondan ortiq userlar bor dedik hozir. Ularning depoziti ham bor hozir. Ularning depoziti bor, lekin uni nima desam, o'zi bankda nimasi bor, biznes logikasi bor. Bizlarga misol depozit bersalar, uni 100% ishlatib bilmaymiz. Uni unga даже anaqa asosiy fokus unga bermaymiz. Chunki u mijozning puli. Ertaga kelsalar berish kerak. Shuning uchun asosiy nima kошелёкimiz bu investment rounddagi pul. Tushunarli. Va investment hozirgacha jami qancha ko'tarilgan? Jamini o'zim aniq esimda yo'q, lekin yoki 310 yoki 350 million dollar. 300 milliondan ko'p. Ajoyib. Va u kompaniya 2000-yilmi asos solingan? 2022-yilning oxirida. 22da asos solingan kompaniya 300 milliondan ko'p investitsiya ko'targan. Asosan Filippinda ishlashadi. Asosiy Filippinda foydalanuvchilar xizmatdan. Lekin headquarters Abu Dabida joylashgan. Abu Dabida. Legal entity Abu Dabida. O'zlarimiz produktni Filippinda rivojlantiryapmiz. Va Filippinda ishlashinglar uchun sizlarga litsenziya kerak. Qanaqa bo'ladi? Albatta. Protseduralar. Любой finansiy operatsiya uchun litsenziya kerak. Chunki litsenziyasiz ishni qilsak, bizlar mashinik bo'lib chiqamiz. Chunki bizlarni ham regulyatsiya qilish kerak davlat. Misol aytaylik, bank ochibmiz, litsenziya yo'q, demak, mas'uliyatimiz ham yo'q. Misol pul beryapti, olib qochib ketishimiz ham mumkin. Ko'p Web3 cryptocurrency'dagilar shunaqa bo'lishi mumkin. Albatta, litsenziya, ularga litsenziya kerak emaslar. Web3 uchun litsenziya bormi yo'q, menimcha hamma ehtiyot bo'lish kerak. Litsenziya olish kerak. Misol, birinchi o'sha o'zi fintech yoki bank kompaniyani ochish uchun alohida o'sha SEC dan ruxsat olish kerak.
Securities and Exchange Commission. Commission. Ular nima ruxsat bergandan keyin bizlar официальный rasmiy kompaniya ochib faoliyat yurita bilasizlar. Undan keyin mijozlarning pulini olish uchun ham alohida litsenziya olish kerak. Bu уже O'zbekistonda plus minus nima bor-u? NBU, Nasional bank O'zbekiston. Milliy bank. Milliy bank. Yo'q, Milliy bank adashmasam. Sizlar Markaziy bank aytasiz. Markaziy bank. Uzr. Markaziy bank. Filippinda o'sha Markaziy bankdan ruxsat olishimiz kerak. Markaziy bank bizni aniq audit qilishi mumkin, kelib qog'ozlarni tekshirishi mumkin yoki anaqa agent emas, o'zini ishchisini как klient sifatida jo'natishi mumkin bizlarga. То есть quality assurance bor. Ulardan ham litsenziya ruxsat olganimizdan keyin уже mijozlarning pulini ishlatib beramiz. Mijozlarning pulini olib va uni ishlatib beramiz. Shunda hozir kompaniya haqida gap ketganda, umumiy fintech haqida gaplashaylik, Aleksey. 3 ta narsa borda, texnologiya bor, regulyatsiya bor va foydalanuvchilarning ishonchi degan narsa bor. Customer trust. Mana shu uchalasidan eng katta to'siqlar qaysi deb o'ylaysiz? Chunki hozir mana regulyatsiyani aytdingiz, unga ham litsenziya olish kerak, bunga ham litsenziya olish kerak degan narsa. Lekin ayni paytda texnologiya ham kerak bu yerda. Chunki fintechlar hozir musobaqalashyapti bir-biri bilan, kimda kuchliroq hardware bo'ladigan bo'lsa, shunchalik o'shanda atmosfera yaxshi bo'ladi va ko'proq ishonch olish mumkin-da. Mahsulot yaxshi. Mahsulot yaxshi bo'ladi. O'shanga mana shu uchalasidan, ya'ni texnologiya, regulyatsiya va customer trust bo'yicha qaysi biri muhim deb hisoblaysiz? Eng muhim bittasini tanlash kerak. Bittasini tanlang. Customer trust. Customer trust. Ajoyib. Kutmagandim. Yo'q, chunki sizda yaxshi texnologiya bo'lishi mumkin, regulyatsiya bilan hammasi yaxshi bo'lishi mumkin, lekin sizga ishonch yo'q bo'lsa, aytaylik, sizda pul bor. Pulni menga bering deyman. Ishonmasangiz bermaysizlar. To'g'ri. Customer trust eng birinchi o'rinda. Lekin uchta ham muhim, chunki boshida misol regulyatsiyasiz siz ish yuritib bilmaysiz, texnologiyasiz o'sha customer trustni qozona bilmaysiz. O'sha achieve qilish uchun baribir texnologiya muhim, chunki o'zim ham misol bankni, misol Koreyada yashab bank ilovalarini ishlatib yuribman. Siz ham ishlatgansiz To'sbankni. Juda yoqadi. To'sbank bilan любой boshqa bankni aytaylik, farqi yo'q. Hana bankmi, Uri bankmi. Baribir o'sha user experience boshqacha. Texnologiya, mahsulotlar yutib ketishdi To'sbank juda zo'r qilgan. O'sha customer trustni egallash uchun olish uchun shu texnologiya kerak. Mana shu joyda demak hozir bir nuqtani aytamiz. Kelganda ham mana Telegram guruhlarda ko'ryapman, bir oydan beri Koreyadaman. To'sbank haqida ko'p gapirishyapti bolalar. To'sbankiga tashlab beraman, kimdir nima o'tkazib yuboraman degan narsa. Men 2021-yilda O'zbekistonga qaytganman-da. U paytda To'sbank haqida bunaqa narsa yo'q edi. To'sbank nimaga qanaqa shakllandi bir e'tibor bera olasizmi? Balki qiziqdir Koreyaga kelmoqchi bo'lganlarga va Koreyadan eshitib turganlar bor bu yerda. Men foydalanuvchi sifatida aytaman-da, sohaning ekspert sifatida Alekseyga beramiz keyin. Foydalanuvchi sifatida men o'sha adashmasam u avvalroq bo'ldi, 2018 ham ishlatgan bo'lishim kerak. Biz AI sohasida edik, o'sha paytda hype bo'lgan. Nima desa, ikkita dentist bor ekan, dentistlik qilmasdan ishini tashab, endi IT AI bilan ishlab bank qilmoqchi, AI ga asoslangan, IT ga asoslangan deyishgandi. O'sha paytda qiziq, nima bo'larkin dedik, lekin hozir juda mashhur bo'lib ketdi. Negaligini To'sbank Koreyada men bilganimcha birinchi P2P transaction qilgan bank. O'zi даже blockchaindan boshlaganlar adashmasam, eng boshda. Keyin pivot qilib, yo'nalishni o'zgartirib, ko'proq baribir ozgina traditional bankingga urib ketganlar. Lekin men bilishimcha To'sbank bu PayPal'dan investitsiya olgan faqat bitta kompaniya bor ekan Koreyada. O'sha bitta fintech kompaniya. O'sha To'sbank. Ularning investorlarining orasida PayPal bor va yana bir katta investori adashmasam Hana Bank. Уже nima desam, sizni o'sha customer trustingiz sizga investitsiya qilgan investorlarga qarab oshadi. Misol
PayPal degandan keyin уже demak ular o'sha due diligence qilib ishondimi, demak men ham ishonishim mumkindir, chunki PayPalni bilaman, PayPalga ishonchim bor. Как раз anaqa qiladi. Yaxshi. O'tadi o'sha kompaniyaga. Hozir O'zbekistonda eshitayotganlar bor, ularga tushuncha berishlik uchun. Uzun bank bor bizda. Uzun bank bor. Ya'ni uni physical lokatsiyasi yo'q. Shunchaki onlayn. Mana shu Toastbank aynan shumi? Yoki qaysi jihatdan farq qiladimi? Alohida uzun bank haqida gapirib bilamizmi ekan? Chunki o'zini gaplasak, uzun bu super app, application deb aytiladi. Hamma narsasi bor-ku. Toastbankda misol logistikasi yo'q, o'sha marketplace yo'q, lekin uzun bankni o'zi menimcha yo'q. Ya'ni o'xshamaydi demoqchisiz. Biznes modeli boshqacha. Chunki uzun bank birinchidan rivojlangan anaqa developing countriesda shakl qilingan. Toastbank uzun bankka menimcha pul topish osonroq. Endi bu mehnatini anaqa qilmayman. Yo'q, men. Chunki O'zbekiston rivojlanyapti. Ali, nimalar ko'pda, g'oya bo'lsa bo'ldi, tez rivojlanadi, to'g'ri. Toastbankda esa qiyinroq deb o'ylayman, chunki interest rate past. Yangi narsa bilan kelish kerak. Mana o'sha narsa yangi bo'lgan va Toastbank bilan uzun bank katta farqi o'sha interest rate'da. Baribir Markaziy Osiyodagi davlatlarda o'sha interest rate yuqori bo'ladi, chunki bu ozgina siyosatga ham bog'liq, ekonomikaga ham bog'liq, lekin o'xshash, lekin ichiga ketsak boshqa biznes model. Lekin bu yerda hozir Kakao Pay bor-ku. Ya'ni Kakao Pay bilan biz ham boshqa o'sha 2021-yilda ketayotganda Kakao Pay endi rivojlanib borayotgandi-da. Hozir qanday ko'rasizlar? Ya'ni ikkalasini solishtirganda, ya'ni funksiyalari bo'yicha va ishlatilish bo'yicha, chunki Kakao'ni bitta nimasi, Kakao Talk'ni unda userlar allaqachon bor edi. Shunchaki u o'sha userlarni payga o'tkazib yubordi. Buni qanaqa qilib ko'rasizlar? Ya'ni Kakao yutqizdimi Toastga yoki Toastbank qaysidir tomondan baribir Kakaodan orqada yuradimi? Menimcha orqada emas, chunki o'zi Kakao bankni o'zi ham bor. Kakao bank o'zi ham Kakao Pay'da qism endi katta nimasi menimcha. Kakao bankni o'zi ham bor. Kakao bank adashmasam Toastbankdan nimasi market capitalization pastroq. Prosta ularning farqi Kakaoda ham o'sha map bor, Kakao Talk bor. Ko'p narsalari bor. Kakao Taxi bor. Kakao ko'proq menimcha Naver bilan ham ko'p o'zi Coupang, Naver hammasi bilan o'sha competition qilyapti, lekin ular ham boshqa model. Lekin bozor hali ham bozorda aktiv bo'ladirdi. Sababi masalan Kakao Pay qulay ko'p tomonlama. Ya'ni Apple App Store'dan pul to'laydigan bo'lsangiz, Apple akkauntda kredit karta bor, telefonni o'zidan to'lasangiz bo'ladi, Kakao Pay'dan to'lasangiz bo'ladi. Ko'pincha men Kakao Pay'dan qilaman. Demak, integratsiyasi kuchli. Qancha? Integratsiya tomonidan, ya'ni qulayligi yaxshi demoqchiman. Balki bu chet elliklar uchundir, koreyslar uchun bo'lmasa ham. Men deyarli Kakao Pay ishlataman ko'p to'lovlarimga. Va aytgan bo'lardim, mana Toastda yana bitta ularni tezlatgan narsa, o'sha yangi chiqqan payti men o'zim shug'ullanib ko'rganman. Uylar qurilyapti, ularga pul tikasanmi, pulingni ko'paytirasanmi deb qiziqtirardi-da. U bizga masalan keyinchalik tushunilgan, u halol bo'lmasligi mumkin, interestga o'xshagan narsa bo'lishi mumkin. Biz o'ylaganimiz uyi bir qismini egalik qilamiz ekanda, keyin uy qurilib sotilganda foyda olar ekanmiz deganmizda, qo'ysak bizga oyma-oy interest beryapti, ya'ni foiz berib turibdi-da. Mana shunaqa narsalarni juda tez integratsiya qilgan Toastpay. Toastbank boshida. Aytmoqchi bo'layotganim o'sha texnologiyada produktni o'sha roll out qilib jamoatga chiqarganda o'sha tezlik ham muhim bo'lgan demoqchiman. Mana bu katta odamning qamrovini olish uchun. Ajoyib point bo'ldi, chunki bilsangiz birinchi Gmarket rosa kuchli bo'lganda, keyin Coupang shunda keldida, shunaqangi tez darajada egalladi. Lekin Koreya ajoyibda shu tomondan. Ya'ni yaxshi harakat qiling, yaxshi model bilan kirib keling, rivojlanib ketasiz-da. Ya'ni ajoyib narsaligi, ya'ni men ketganimdagi
modellar, bizneslar ikkinchi darajaga tushib, boshqa bizneslar tepaga chiqib ketib qolganda, shunaqa. Masalan, hozir Salmon Group ham shunaqa deyapmiz. 2022 dan 26 gacha bir pasda 300 millionlik investitsiya ko'tarilgan. Katta narsa. 5 million user dedik a. 3 milliondan oshgan. Unique user. Aniqini Oylik bilmayman, aktiv. 3 milliondan oshgan. Juda katta o'zgarish haqiqatan. Ya'ni odamlarda rostdan ham fintechlarga, umumiy o'sha digital bankinglarga ehtiyoj bor. Chunki anchagina qulaylikni olib keladigan narsada bu. Filippinda o'zi Pul bilan hamma shug'ullanadi. Shunday ham hammaga kerak. Customer acquisition oson. Filippinda o'zi banking servislar juda yomon bo'lgan oldin. Umumiy an'anaviy bankinglar. Aytaylik, bank ilovasi bor. Server 2 kun ishlamasligi mumkin. Bu deganim tranzaksiya o'tmayapti yoki nimaga boryapsiz? Anaqa aytaylik, торговый центр. Borib shopping qilyapsiz, ishlamayapti karta. Bozorda raqobat juda past bo'lgan ekanda. Odamlarda pul bo'lmagan deb o'ylayman. Oldin. Hozir Filippinda o'rtacha oylik O'zbekistondan past. Hozir. Lekin aholisi 120 milliondan oshgan. Juda katta. Average age 25 yoshmi? Ko'p yashamaydi. Yo'q, anaqa average age deganim aholini o'rtadan Yoshlari ko'p, yoshlari. Yoshlar juda ham ko'p. Va o'sha paytda Tinkovda bo'lgan paytida Filippinga anaqa fokus berib research qilganlar 10 yil oldin. Va 2022 da borib start qilganlar. Talab borligini bilgan. Talab bo'lishini bilgan. Bo'lmagan avval. Bo'lishini. Zo'r narsa. Ozgina ertaroq bo'lgan. Ko'ra olganligini qarang, bu narsa yaxshi narsa. Lekin mana hozir fintech, mana qulayliklar haqida gaplashdik-ku. Asosiy fintechga nima deydi, xavflardan biri, chunki hukumat kontrol qilganda sizlarda asosan tekshiradigan narsa money launderingga aralashyaptimi yo'qmi degan narsada. Shunga aytsam, money laundering haqida qisqacha aytib turib, sizlar money launderingni ushlash holati bor-ku, sezish holati. Mana shu narsa qanday bo'ladi? Shu mexanizmini ham ayta olasizmi? Bu juda muhim narsa, chunki nima desam, hech kim target qilmadi, "O, Salmon Groupda money laundering qilaman" deb aytmadi. U ko'proq money laundering qiladigan inson, unga farq yo'q, qaysi servisni ishlatadi, qaysi bank bo'ladi, pulni chiqarib bilsa bo'ldi. Bizlarda o'zi engineering O'zi bo'laman. Money launderingni bitta ta'riflab bersangiz zo'r bo'lardi. Money laundering bu pulingizni bu noqonuniy yo'llardan cash out qilish. Aytaylik, kriptokurrensiyadan qilsa bo'ladi buni. Misol, men aytaylik yomon narsa qildim, menga pul berganlar, men o'sha pulni o'zimga nima cash out qilmoqchiman. U hozir USDT da bo'lishi mumkin, boshqa narsada bo'lishi mumkin. Men buni chistol qilishim kerak. Shu noqonuniy yo'llar bilan money laundering qilib, o'sha pulimni physical money qilib olib ketish. Yoki kimnidir aldadim. Koreyada juda ko'p. Senga arzonga telefon sotaman, kompyuter sotaman derkanda, hammadan pul yig'ib oladi, qaysidir akkauntga-da. U akkauntdan bir boshqa odam akkaunti bo'ladi-da, nimadirlar qilib olib chiqib ketadi keyin o'sha pulni. U ham money laundering. Keyin katta narsa bo'lishi mumkin. Mashinani olib sotish yoki uyni olib sotish. Odamlarni ollab, pullarni olib ketish. Bu ham money launderingga kiradi. Hamma bankda o'zining jamoasida nima bor? U money laundering emas. Bizlarda misol decision making komanda bor. Decision making bu qaror qiladilar. Misol bu mijozga ishonamizmi yo'qmi? Ular uchun algoritm yozadilar, AI ni ishlatadilar. Chunki inson ko'rib bilmagan patternlarni AI ko'rib biladi. Ichki ma'lumotni aytib bilmayman, lekin bizlarda alohida uchun komandamiz bor. O'sha algoritm orqali u nima bo'lishi mumkin? Money laundering deganim katta summani olib kelish emas. Money laundering bu misol aytaylik 100 ta user yaratib kichik anaqa nimadan, summadan bitta akkauntga pul jo'natish. Kichik-kichkinadan jo'nat. Misol
Men o'zim Tozbankda anaqa bo'lganman, restricted access bo'lgan menda. Ha, yo'q. Chunki endi bu meni o'zimni aybim. Ha. Menda bir paytda USDT ko'p bo'lgan va bilsangiz любой farqi yo'q, Bybit bo'ladimi, любой exchange ishlatganingizda sizda limit plus minus $500-550. Men faqat $500 bir xil summa, $500 tranzaksiya qilib, menga ровно bir xil summa tushgan. Shu narsa bilan men o'xshaganlardan bu pul qayerdan kelgan degan. O'zimni pulim. Telefon qilib so'rashganmi sizda? Telefon kelgan, keyin bank ilovamni bloklashgan. Keyin qancha? Bir hafta bergan. Men bu shotingda pul bor, shu akkauntdan pulingni yechib ol, chunki ertaga band bo'lasan. Vaqt beramiz. Radarga tushdim. Hozir ham Tozbankni kartasini ishlatib bilaman, lekin ilovasini hozircha ishlatib bilmayman. Chunki cryptocurrency'ni proof qilish qiyin. Qiyin narsa. Qaydan kelganini U olgan. ana receiver yo'q, sender ismlar yo'q, butun transaction hash bor, public address bor, bo'ldi. Proof qilishingiz uchun u yoqdagi o'sha jamoa ham kuchli bo'lish kerak-da. Suspicious transaction ushlaydigan jamoa o'zi ham tushunish kerak. Gaplashib turib nima bo'ldi, ishlay olish kerak. Ko'p joyda unaqa yo'q. Oddiy algoritm qilinadi va u algoritmni machine learning injenerlar qiladi va men buni 5 yilcha oldin ikkita davlatga qilib berganman. Birinchisi Nepal bo'lgan, ikkinchisi O'zbekiston bo'lgan. O'zbekistondagi o'sha bankka o'xshagan mashhur startup kompaniyalarni algoritm tuzib berilgan. AI dan oddiy o'sha modellar bor, machine learning modelda featurelar bo'ladi. Masalan, bu har doim masalan siz 500 dan o'tkazganman deyapsiz-ku. Har doim bir xil summa kelsa ham bu bitta qoida bo'lishi mumkin, trigger qiladigan. Yokida masalan birdaniga katta summa yechishni boshlayapti, yokida bu doim O'zbekistonda ishlayapti, endi birdaniga Turkiyada ishlab qolyapti bu narsalarni. Nepaldagi ishimiz ham o'sha butun davlat bilan bo'lgan. Nepaldagi aniqrog'i davlat bilan ishlayotgan texnik jamoaga men AI modellar qurib berganman. Muammolar bor edi, ularda anaqa yo'q, credit history yo'q, tarixi yo'q. Masalan, Amerikada credit ranking degan narsa bo'ladi hammaniki. Ularda yo'q bo'lgani uchun xato qilgan bo'lishim mumkin o'zim. Hozir bular aytayotgan narsalarda masalan bular radarga tushmaslari kerak bo'lsa ham tushgandirlar. Xuddi shunaqa men model tuzyapman, xato qilgan bo'lsam, xato bo'lish tabiiy, chunki o'sha payti shart qanaqa edi? Biz 50-50 bu shubhalimi yo'qmi aniqlashimiz. Agar sen shuni 51% aniqlikda qilib bersang ham modeling bizga foyda degan menga anaqa qo'yilgan. Nima deydi? Masalan, u degani 49% holatda xato ishlayapti, lekin baribir 1% bo'lsa ham ana odam bu yaxshi, bu yomon desa, odam 50% topadigan bo'lsa aniqlikda, AI model 51% topsa, AI model ishlatadi-da. O'shaning uchun hozir aytayapman-da, hozir bu yerda money laundering haqida gap ketganda ikkita narsa bor. KYC, know your customer va AML, ya'ni anti money laundering nimasi. Shu yerda mana demak bitta fail bo'lgan narsa shu to'sniki. Masalan, sizni ya'ni KYC, ya'ni know your customer, ya'ni o'zingizning mijozingni bilgin degan narsada fail bo'lgan. Ya'ni muvaffaqiyatsizlik uchragan. Chunki sizni yaxshi komanda bilan, yaxshi odamlar, yomon odamlar deydigan bo'lsak, shartli ravishda yomon odamlar nimasiga qo'shib qo'ygan yoki shubhali odamlarga qo'shib qo'yganda, o'zingizni tajribangizdan masalan shunaqa AML ishlatasizlarmi, KYC ishlatasizlarmi? Shunda AI ning qiladigan xatolari bormi? Masalan, ko'p qiladigan xatolar deyishingiz mumkin yoki bir algoritmik xato deyishingiz mumkin bu narsa. Bor. Mana shu xatolar qanaqa xatolar bo'lishligi mumkin? Siz misol aytib o'tdingiz. Noto'g'ri qaror qilishi mumkin. Lekin ingliz tilida o'sha false positive degan narsa bor. Aytaylik, yaxshi mijozni yomonlarga qo'shib qo'yishi bu yomon narsa emas deb o'ylayman. Chunki misol men o'zim aytayapman, Tozbankni ishlatib bilmayman deb aytdim. Lekin Tozbankni hozirgi kungacha sevaman. Zo'r, gap yo'q, yo'qadi. U deganim, mayli, nima, restricted access bo'lgan ekan, bir kuni dokumentlarni yig'ib topshiraman, ishlatib bilaman. Lekin tasavvur qilaylik, men money laundering qilmoqchiman. U даже misol o'sha paytida cash out qilganim ozgina bo'lsa money launderingga kiradi baribir. Chunki shaxsiy men emas,
aytadi kimdir boshqa bir mijoz bir xil summani jo'natyapti. Men ham o'ylar edim, что-то suspicious menimcha. nima shubhali, Shuning uchun menimcha to'g'ri ish qilganlar va shunaqa vaziyatlar bo'ladi, bizlarda ham bor. AML checkni o'tib bilmaydi, o'sha anti-money laundering checkni o'tib bilmaydi yoki sistemamiz yo'q deb aytish mumkin. O'sha paytda u haqiqiy, misol aytaylik, yaxshi mijoz bo'lsa, yo aloqaga chiqadi, yo o'zlarimizning agentlarimiz o'sha keyin tekshiradi. Bu degani 100% AI ga topshirmaymiz u narsani. Misol aytaylik, yomon ro'yxatga tushganlarni o'sha oxirida operations kimdir bir inson olib bir-biridan ko'rib chiqadi. Ko'rib chiqadi. U rostdan ham shunaqa bo'lsa mayli. Lekin yaxshi mijoz bo'lsa, ulardan yana bitta qog'oz olish mumkin yoki o'sha KYC ni o'tib bering deb aytish mumkin va bizlar keyin access beramiz. KYC, ya'ni o'sha know your customer yana yaxshilash uchun, masalan, sun'iy intellekt noto'g'ri odam bloklab qo'ydida, uni o'rgatib qo'ysa bo'ladi. Masalan, bu yerda xato qilding, bu asli yaxshi odam edi deb o'sha sun'iy intellektga o'zi o'sha customer, ya'ni foydalanuvchini yana ta'riflab qo'yiladi. Qanaqa bo'ladi bizni to'g'ri yaxshi niyatli customerlarimiz. Bundan tashqari yana liveness degan narsa bor. Liveness deganim KYC o'tganingizda siz kamerani yoqib, nima Face ID-ni nima o'qib chiqish kerak. O'sha paytda kim biladi, u siz emassiz, sizni rasmingiz. O'sha paytda ham AI o'sha livenessni tekshiradi. Liveness degani u tirik insonmi yoki rasmmi bu? Oldin bilsangiz iPhone'da Face ID chiqqan paytida ko'p inson prikol qilgan. Rasm. Liveness orqali ham tekshiramiz o'sha narsani. Demak, u lekin bu narsani sizlar faqat ro'yxatdan o'tayotgan paytda tekshira olasizlar, xolos, to'g'rimi? Undan keyin har safar qilgan tranzaksiyada ham ba'zi banklar tekshiradi hozir Koreyada. Tranzaksiya, har tranzaksiyada mana 100 qiladi. Tranzaksiya, keyin ilovaga kirgan paytingizda, keyin o'sha boshda registratsiya qilgan paytingizda, keyin o'sha sizni qora ro'yxatga qo'shgandan keyin ham yana tekshiradi. Ko'p. Bizi yaxshi narsa. Qiziq tomoni, lekin hammada yo'q shu narsa hali. Masalan, Koreyadagi men bir 5-6 ta bank ishlatsam, yarmidan kam ishlatadi bu liveness detectionni. Qoyalar hali implement qilishmagan o'zlariga. Ya'ni qanaqa nima bilan ishlatadi? Yo'q, men 100 dan, masalan, telefonda men 110 ko'rsatib, men qimirlashim kerak. Haqiqiy liveness degan shu. Rasmni ko'rsatsam live bo'lmaydi-ku, qimirlamaydi. O'sha haqiqiy yuz bilan oladida, keyin tranzaksiya ketadi. Lekin ba'zilari shunchaki pin qo'yib qo'ygan, pinni ber deydi. Uni qo'ysangiz ketaveradi pin bilan. Pin yoki alohida bir kichkina kartochka beradi. O'sha kartochkada raqamlar bor, o'sha raqamlar. Nimasi bor. O'zbekdagi zo'r tarjima qilib shu narsani. O'tgan kuni nimadir ro'yxat olaman dedim, MyGo'ga kirib, My ID bor. Shu yerda o'sha yuzimni nima qilib qilsam, hayotiylik darajasi sezilmadi. Shunaqa xato chiqyapti. Hayotiylik nima degan ekan, hayotiylik darajasi tirikman insonman deyapman-da. Keyin bilsam, o'sha, ya'ni rasm bo'lishi mumkin degan narsa bor ekanda. Bu yerda endi hozir mana siz aynan shu computer vision o'zingiz mas expertsiz, Jonbek. Nima topishligi mumkin yoki meni Koreyaga kelib qilyap turganligim qanaqadir ularda shubha nima qildimikan, yana ham kuchaytirishdimikan degan ma'no bor-da. Ya'ni qanday qilib bu men ko'p qilyapman, bo'lmayapti-da lekin. Computer vision tomonidan ozgina oddiy qilib qaraydigan bo'lsak, siz yetarlicha qimirlamagandirsiz balki. Siz rasmga o'xshagansiz unga. Orqadagi algoritm ham juda yaxshi ishlamasligi mumkin. Ya'ni bo'lishi mumkin, ya'ni siz 1 sekund turgan bo'lsangiz, 1 sekundda 30 ta frame capture qilinadi. O'sha 30 ta capture qilingan frameda ham siz bir xil chiqqan bo'lishingiz mumkin. Masalan, 30 tadan hammasini capture qilmaydi. 1-chi, 10-chi, 20-chi olib turib bir-biriga solishtirganda bir xil turibsiz, mana ko'zingiz kichraymagan, kattarmagan yoki burilmagansizda, shunaqa deb o'ylagan bo'lish mumkin. U algoritm qanchalik kuchliligiga bog'liq orqasidagi turgan, uni kuchaytirish kerak algoritmni. Demak, Humble BI'ning xizmatini taklif qilsak bo'ladimi MyID? Zo'r. Ya'ni mana shu KYC, AMLda algisi mamnun narsada, ya'ni bir tomondan hozir aytdingiz, to'sni o'sha qilgan ishi aslida yaxshi ham bo'lgan edi, chunki shunaqa niyatim ham bo'lishi mumkin edi-ku degan narsa aytdingiz-da. Ya'ni balansni qanday ushlaymiz? Ya'ni balansni deganim o'sha KYC, AMLlar ishlatayotganda
to'g'ri biz mijozlarga imkon boricha o'sha trustini ishonchini oqlash uchun yaxshi muhim sharoit qilib bermoqchimiz, lekin ayni paytda bu narsa mijozlarni masalan ha deb qilaversangiz xato ko'rsataversa yoki oddiy narsaga ham siz bezovta qilaversa, ya'ni bunaqa holatda siz ishlatmayman deysizda, o'shanga balans qanaqa ushlanadi bu yerda? Ya'ni bir qanaqadir o'zlaringni masalan Selman Group nimalaring bormi bu yerda balans ushlaydigan, masalan mana bu joylarda biroz ignor qilinglar. Man savolni ozgina soddalashtirishga harakat qilardim yoki o'sha matematiklashtirishga. Ya'ni o'sha boya aytdingiz false positive. Ya'ni pozitiv nima bizda? Pozitiv bu o'g'irlik qilayotgan, money laundering qilayotgan odam. Biz uni to'g'ri odamni ham aytaylik, falsely buni pozitiv deb qo'ydik. Ya'ni o'g'irlik qilyapti bu dedikda. Yomon odamlarga qo'shib qo'ydik. Asli yaxshi odam edi. Demak bu false positive xato bo'ldi. Endi false negative xato bor. False negative xatoda ya'ni keldida siz buni yaxshi odam deb o'yladingiz, asli u yomon odam edi. Ya'ni agar siz balanslashingiz kerakda, hozir shu savol so'rayapsiz-da, ya'ni kim muhim? Yomon odamlarni qilgan ushlash muhimmi deyapsiz. Agar unaqa qilsak, hozir 10 ta yomon odam borda, mani AI modelim aytaylik, mana 1000 ta yomon odam chiqarib beradi sizga. Keyin 1000 tani bloklaymiz. Asli ichida 10 tasigina yomonda. Endi siz keling 1000 ta qilmaylikda, o'sha menga 100 ta berganda shuni ichida yomonlari bo'lsin desangiz, u 7 ta yomon ushlash mumkin. Narigi 3 ta o'tib ketdi. Shu balans qanaqa? Masalan, Salmon Groupda. Menimcha bu joyda nima kompromiss yo'q. Kompromiss yo'q deganim lutfi kelishuv. 1000 ta odamni bloklaymiz. 10 ta yomon ushlash. Chunki o'sha 10 ta odam sizni bankrot qilishi mumkin. Chunki o'sha payt уже regulyatsiya qaytib keladi. Sizni bankingizni money laundering uchun ishlatsalar, o'sha SEC keladi, BSP kelib oladi litsenziyasini. Butun boshli nima ketib qolishi mumkin. Litsenziyani oladi. Misol O'zbekistonda Untitled bank bo'lgan. Eshitganmisiz yo'q? Untitled degan. Untitled ya'ni nimasi yo'q, ismi yo'q degan. O'sha ismi Untitled bank. Ajoyib. O'sha bankni litsenziyani olgan O'zbekiston. Adashmasam. Qaytarib olgan. Bo'ldi, bank yopildi. O'shancha bilmayapmiz-da biz hozir. Bilmayapmiz. Ajoyib. Ya'ni bu sizni nimangiz zo'r, startapchi yosh yigitlarga yaxshi nima bo'ldi? Ya'ni kelishuv yo'q bu yerda. Ya'ni ya'ni katta biznes turibdi bu yoqda. Masalan, to'g'ri, customerlar o'ylayapti, lekin ayni paytda agar bularga yon bosiladigan bo'lsa, litsenziya olib tashlanishi mumkin degan. Lekin bu juda oson narsa emas-da. Masalan, agar customerlar o'sha 1000 ta odam doim bloklanaversa, shikoyat tushadi. Men bu bankga ishlata olmayman unchalik deydi. Nega desa, ko'p muammo chiqadi bularni. Yoki juda ham nima restrict qilingan. Shuni hisobiga R&D kerak bo'ladi. Kuchli sun'iy intellektni ishlatish kerak, ya'ni mahsulot yaxshi bo'lishi kerak. Uni yechimi anaqa. O'sha fizически bir inson tekshirishi kerak. Double check qilish uchun. Misol aytaylik, AI o'tirmadi. Lekin keyin customer service kimdir aloqaga chiqib, o'zi telefon qilib sizdan so'raydi. Siz misol aytaylik, ismingiz Alekseymi? Ha. Siz bunaqa tranzaksiya qildingizmi? Ha. Qayerdan kelgan bu pul deb. Telefon qilib, o'sha yo'l bilan yechishib bo'ladi. Chunki u haqiqiy aytaylik, money laundering uchun ishlatgan bo'lsa, u tushuntirib bilmaydi. Justify qilib bilmaydi. Lekin yaxshi mijoz bo'lsa, menimcha muammosiz. Bemalol aytib, ba'zi hujjatlar bo'lsa, hujjatlarni ko'rsatib, zo'r. Faqat o'sha hozir mana aytdingiz, litsenziyani istalgan paytda agar shubhali narsa bo'ladigan bo'lsa, tekshirishlari mumkin deb. Yaqinda sezgan bo'lsangiz, katta Amerikaning o'sha iqtisodchilari hukumatga xat yozyaptiki, AI juda ham kuchayib ketyapti. Biroz to'xtatib turaylik degan ma'noda xatlar bilan chiqishyapti-da. Ya'ni bu sharoitda nimani kutishimiz mumkin desam, hukumatdan, kerak bo'lsa global hukumatdan istalgan paytda raqamlashtirishni biroz kamaytirish bo'yicha regulyatsiyalarni kuchaytirish mumkin-da. Mana shu narsani kutish mumkin hozirgi realniy holatda. O'shanga bir realniy savol, balki bu narsa bo'yicha ba'zi bir yosh startapchilarga yaxshi bir kelalaringdan ham javob chiqar. Regulyatsiya agar to'satdan kuchaytirilib keladigan bo'lsa, kompaniyalaring qay darajada tayyor unga moslashishga? Bunga oylar ketadimi, yillar ketadimi yoki juda ham tez moslashishga sizlarda doim plan B bo'ladimi? Bizlarda bunaqa vaziyat bo'lgan. Engineering komandamiz juda ham hozir
katta bo'lgan, где-то 450-500 ta injenerlarimiz bor. U degani capacity bor. Nima desam, ishni olib ketishga ishchilarimiz bor. Aniq esimda yo'q, lekin bitta litsenziya bor edi. O'sha litsenziyani olmasdan oldin bizlarda уже servis tayyor bo'lgan. Lekin uni ishga tushirib bilmaganmiz, chunki bu noqonuniy bo'lar edi. 2 yil ketgan olishga. 2 yilning ichida legacy bo'lib ketgan eski servis. Bizlar keyin litsenziyani oldikmi, qaytadan srazu prioritisini yuqori qilib urg'u beryapmiz va albatta u nimaga qaraydi? Regulyatsiyani o'ziga qaraydi, lekin o'sha paytda где-то 9 oy, 1 yil ketgan дополнительно. Lekin aytalik, regulyator kelib aytishi mumkin, depozitni kamaytir deydi. Aytishi mumkin. Depozitni limit, masalan, O'zbekistonda oldin bilsangiz, qancha bo'lgan? Limit bo'lmagan. Hozir ham limit yo'q hadash. 2 milliard so'm. O'zini Markaziy bank doim maqtadi. O'sha Markaziy bank kelib aytishi mumkin, kamaytir deb aytadi. Uni bir hafta, 2 hafta, maksimum 1 oyning ichida o'zgartirib bilamiz. Chunki u kichik narsa. Lekin aytaylik, bir katta bir nima kelishi mumkin. Misol, depozitni hammadan olib bilmaysizlar, faqat yoshi 45 yoshdan o'tganlardan olib bilasizlar. O'sha qiyinroq, chunki sizda oldingi mijozlarni nima qilasiz. To есть hammasi regulyatsiya o'sha yangi qonunga qarab o'zgaradi. Va u qonunning qanaqaligiga qarab albatta bu o'zgaradi. Jo'bek, sizda o'zingizda bu bo'yicha bir qanaqadir insightlar yo'qmi? Ya'ni regulyatsiya qay darajada o'ynaydi? Sizda masalan o'zingizda shu kompaniyangizda. Regulyatsiya bu asli juda ham qiyin narsa, yoqmaydi kompaniyalarga. Chunki siz maqsad qo'ydingiz, ketyapsizda, bu yoqdan ya'ni sizga to'siqlar chiqyapti-da, bunaqa yurasan deb turib. Lekin uni bitta pastga tushib turib, kompaniyani o'zini ichida qarasak ham bo'ladi. Kompaniyaning o'zida ham menejment bor, engineering team bor. Masalan, engineering team ham hattoki menejmentni yoqtirmaydi. Nega? Menejmentni o'zi ham regulyatsiya chiqaradi. Lekin aytmoqchi bo'layotganim, davlatlarning regulyatsiyasi xato deya olmaysiz yoki yomon deya olmaysiz. Xuddi kompaniya ichidagi menejment regulyatsiyasi ham yomon deya olmagansiz. Nega? Chunki kattaroq bir nima deydi, pictureda qaraydigan bo'lsak, rasm kartinada kompaniya nimadir qilmoqchi, menejment o'shalarni to'g'rilaydi, bu yoqdagilar unga ergashish kerak. Shu payti o'sha savol bo'lyapti, qanchalik tez moslasha olasizlar regulyatsiyaga degan. Ana o'sha yerda jamoani haqiqiy kuchi ko'rinadi derdim. Jamoani shunaqangi tayyorlash kerakki, ya'ni katta manyuvra qila olsin. Tezlik bilan maqsad qo'yildimi, masalan, bitta narsa bo'lish kerak deb turib tepadan chiqdimi, qancha tez bajaradi o'sha narsa. Ana shu jamoaning kuchini ko'rsatadi derdim. Bunga men juda katta ilhom olganman. Ruslarni Submarine, ya'ni yer osti kemasi degan kinosi bor. Kino ko'radigan bo'lsangiz, dushman kelyapti deydi-da. Anaqa himoyalanishimiz kerak deydi. Dushman yo'q o'zi. Kapitan o'zi aytadi, dushman bor deydi, unga qil, bunga qil deydi-da. Butun jamoa oyoqqa turib, haligini qiladi-da. Keyin oxirida qaraydi. 10 minut vaqt ketdi senga. Asli bu 5 minut ketish kerak edi deb. Mana shunaqa, ya'ni drill deyshadi. Shunaqa qilib jamoani moslash kerak deydi. Moslash. Bu praktikada qilib turish kerak ekanda. Ya'ni bu masalan regulyatsiya yomon, davlatga moslash kerak, biz vaqtimiz oladi deymiz, lekin aslida jamoani kuchaytiradi o'sha narsa derdim. Ya'ni bitta jamoa sifatida qanaqadir maqsadni bajara bilish. Moslashuvchilikka. Ya'ni moslashuvchan bo'lish kerak derdim. Zo'r. Hozir Aleksey, muhandislaringiz sonini aytdingiz. Juda ham ko'p haqiqatan. Ya'ni bitta kompaniya uchun. Va haligi ishonchim komil. Masalan, Cloud yoki Corexlarni albatta tokenlardan ishlatasizlar. Shu jarayon haqida ma'lumot bera olasizmi? Qanday bo'lyapti? Ya'ni qanchadan sarflanyapti hozir va bu narsa o'zini oqlayaptimi? Hop, o'zi kompaniyada misol men faqat adashmasam engineering teamni aytdim, lekin umumiy aytganimizda plus minus где-то 5000 ta ishchilarimiz bor. Global darajada. Endi asosiy qismi Filippinda, lekin bizlarda faqat engineering komanda tarqalgan. Anaqa tarqalgan degan remote ishlar. Onlayn ishlar har xil joylarda. Amerikada, Germaniyada, men Koreyada, O'zbekistonda bor bir ikkita ishchilarimiz. Zo'r.
Savol nima edi o'zi? To'g'risi engineering team. Ah, Shuncha muhandisga cloud bilan kodex nimasi. albatta ishlatamiz. Bizlar enterprise podpiska. Bu deganim nimaga enterprise? Chunki bizlarga baribir ishlatganimizdan keyin ma'lumotni saqlab olishimiz kerak. Enterprise podpiska bo'lgandan keyin sizni Codex, Anthropic bilan OpenAI ma'lumotlaringizni ishlatmaydi. Model training uchun ishlatmaydi. U qimmatroq, lekin har oy juda ko'p pul sarflaymiz. Endi men uchun juda ko'p pul. Menimcha har bittasiga yoki 100 yoki 200 ming dollar har oy. Har bittasiga. Har bitta nimaga? Muhandisga deyapsizmi? Yo'q, Enterprise. enterprise. Bo'ldi. Nechta ishlatasizlar shunda? Nechta enterprise account ishlatasizlar? Bitta enterprise account Salmon Groupniki hammasi. Bittasiga demak 200 mingcha sarflaysiz. 200 ming dollar. 200 ming dollargacha sarflaymiz bittasiga. Va enterprise yaxshi tomoni datalarni ham himoyasiga ko'proq harakat qilgan. Masalan, oddiy odamlarning ma'lumotini u qadar qattiq himoya qilmasa, enterprise'dagi ma'lumotlarni qattiq himoya qiladi, chunki boshi baloga qoladi agar kompaniya ma'lumot chiqib ketsa. Boshqasida. Va yangi oxirgi featurelarni birinchi bo'lib enterprise'ga beradi. Birinchi sinab olasizlar. Keyin oddiy odam bizga chiqadi keyin. Keyin o'sha promo yoki max podpiskalarga chiqib keyin oxirida free tierga ketadi. Hozir masalan token haqida gaplashdik. 200 ming degani hozir 400 ta injenerga qanchadan to'g'ri kelyapti oyiga? U har xil bizlarda default default. Chunki Anthropic bilan OpenAI'ni nimalari podpiskasi boshqa. Deganim Anthropicda misol har oy monthly limit qilish mumkin. Bizlarda minimalniy limit default limit, minimal emas, minimal nima yo'q. Default limit 200 dollar. Lekin u 200 ni anaqa, misol limit you reached your limit deb chiqqandan keyin siz yana increase qilishingiz mumkin, oshirishingiz mumkin. Uni supervisordan so'rab zaпрос jo'natasiz. Zaпрос jo'natganda justification yozasiz, lekin justification anaqa essay bo'lishi kerak emas. Просто menga kerak mana bu narsa uchun deb. Uni menejer ko'rib chiqadi. U просто loglar uchun kerak. Masalan, aytaylik, mana bu injener limit so'radi, increase limit deb. Sabab, mana bu sabab. Keyin bir narsalar bo'lsa biladilar o'sha nimaga so'ragan. Demak, lead software engineer sifatida sizga necha kishi shunaqa log jo'natadi? Uni u uchun alohida AI jamoamizda nima bor? Bir injener bor. U ko'radi hammasini. U ko'radi hammasini. Hammasini u ko'radi. Chunki u o'zi nima qiladi? Manage qiladi. Enterprise podpiskasini ham gaplashadi, boshqasini ham buglar chiqsa ham hammasi o'sha OpenAI bilan odamlar shug'ullanar ekan. U yerda hozir qarang, mana pul sifatida ko'radigan, qozon sifatida ko'radigan bo'lsak, hammaga keyin o'sha qozondan ozgina ulush beriladimi? Va kimdadir kerak bo'lib qolsa jo'natadi, request jo'natadi. Bizlarda maksimum men bilishimcha bitta ishchimiz bor 2,5 dollar sarflagan oyiga. Tokenga. Menda 2,000 dollargacha bormagan, lekin ba'zi paytda oshadi u narsa. Keyin u faqat Anthropic. OpenAI alohida. Hali uni ham alohida ikkita ishlatasiz. Ikkitasini ham ishlatamiz, chunki cloud breakdown bo'lishi mumkin. Ishlamasligi mumkin. Ajoyib. Bo'lib turadi bunaqa vaziyat. Nvidia'ning CEOsi Jinseng aytyapti shu haqda. Agar deyapti injener 500 ming dollar yiliga oylik olsa deyapti, u 250 ming dollarlik token ishlatish kerak deyapti. Tokeniga o'sha siz aytayotgan cloudini tokeni. Nimaga desa, hozir sun'iy intellekt ishlatmaslik deyapti. Xuddi avval kalkulyator ishlatmasdan o'zi hisob kitob qilganga o'xshaydi va kompaniyaga zarar bo'ladi u. Ya'ni turibdimi? Kalkulyatorda hisoblab tez chiqarish kerak. O'rganish kerak o'shani. Kalkulyator unga noqulay bo'lgani uchun men AI ishlatmayman, o'zim dastur yozaman, kod yozaman demaslik kerak deyapti-da. Lekin bu Jinsengning gapi. Yana bir vaqtda ko'p kompaniyalar olib tashlayapti anaqani. KPI qo'yib qo'yishgan oldin. O'sha sun'iy intellekt ishlatasan, token ishlatasan deb turib, nega olib tashlashyapti? Behuda narsaga ishlatib yuborishgan bolalar. Ya'ni ishlatishsa ham natija yo'q. Token ishlataveradi hamma, lekin natija yo'q. Endi kompaniya uni ko'ryapti-da, bu olib tashlayapti u anaqa talabni. Sizlarda shu muammolar kuzatildimi? Yo'q, chunki bizlarda anaqa
KPI bo'lmagan birinchidan. Talab yo'q. Talab Shunchaki tabiiy qo'yib qo'yilgan. Tabiiy nima bo'lgan? Bizlarda o'sha 4 yilning ichida juda tez o'sganmiz va hozirgi kungacha где-то plus-minus 100 ta injener kerak. Bizlarda employee shortage bo'lib turibdi. Yetmayapti. Ya'ni qo'shimcha 100 ta kerak. Qo'shimcha 100 ta kerak. O'tgan yili bizlar adashmasam где-то men borgan paytda kompaniyaga 1,5 yil oldin 200-250 ta injener bo'lgan. 1,5 yilning ichida уже 400 dan oshganmiz. Va hali ham yetmayapti. Yetmayapti. Men o'zim jamoamda, misol men sizga aytganman, soat 3-4 gacha o'tiraman ishlab, o'zimga 2 ta kishi kerak kamida. O'zimga. Hozir nechta odamingiz bor? Tak 4. 4 kishi, sizga yana 2 ta qo'shimcha kerak. Bittasi O'zbekistondan dedingiz, adashmasam. 50% kengayish kerak demak jamoangiz. O'zbekistondagi boshqa jamoalarda. Boshqa jamoalarda. Ajoyib. Yo, bu zo'r nima bo'ladi? Hozir mana AI kelsa hamma ishsiz qoladi, bu narsalar deyilyapti-yu, mana resurslar. 100 ta injener kerak deb. Ha, yana injener kerak deyilyapti-da. Kerak, yetmayapti. Chunki bizlarga o'sha AI ni yordamchi sifatida berganlar. Tipa, nima desam, ko'p eshitaman kompaniyalarda AI ni berib, "Davay tezroq ishla. Tez ishlashing kerak. O'sishimiz kerak" deb aytadilar. Yoki AI kelgandan keyin ko'pchilik, "Oh, bizlar ishsiz qolamiz" deb rostdan ham ishsiz qolib ketadi. Bor shunaqa kompaniyalar. Bizlarda o'syapti soni, injener soni. Lekin boshqacha injener o'sha oldingi injenerlar kerak emas, ko'proq flexible injener kerak. Lekin o'sha fikrlaydigan, ya'ni borgan sari hozir o'sha sun'iylik davrida aytilgan, oldin backendchi, frontendchi, bunaqa ko'pgina odam bo'lgan. Mana bu yerda bir kishi mijoz bilan gaplashadi, unga aytadi, bunga aytadi, ish bitadi dizaynerga. Hozir nima bo'lyapti? Bitta odam, orqada agentlar. O'sha AI ishlatadi-da, ishni bitirish kerak. Ya'ni demoqchiman, hozir o'sha muammoga yaqinroq bo'lgan odamlarga ish ko'p. Muammoni tushunib turib, uni yecha oladigan. AI ishlatasizmi, odamlarni ishlatasizmi, yechish kerak. Mana shu odamlarga ish ko'p. Kelajak talant deb shuni aytamiz biz Hamilbiyda. Lekin juda ham kam shular. Menimcha sizga shunaqa odamlar kerak, to'g'rimi? Muammoni tushunib yechish kerak. Muammoni tushunib yechishi kerak, lekin anaqa emas. Agentni ishlatib biladigan emas, chunki bizlarda baribir hozirgi kungacha anaqa bor. Kuchli frontend kerak yoki kuchli backendchi kerak deb aytamiz. Chunki nima desam, hamma kompaniyada emas bunaqa. Bizlar bankda shunaqa, chunki bu haqiqiy pul. Kimnidir puli. Bizlarga ishondi. Bitta yomon injener qilib nima qilsa, xato qilsa, butun kompaniyaga zarar. Albatta, u reputatsiya tushadi. To'g'ri. Bizlarga ko'proq men o'ylayman AI уже ishlatilib boshladi va ko'proq birinchidan kodni tushunadigan qoldi o'sha nima kerak bu narsa. Va biznesni tushunadigan software engineer kerak bo'ldi hozir. Chunki faqat feature emas, misol sizga aytaylik biznes kelib aytayapti, biznes nima analitik kelib bizlarga mana bu feature kerak deb aytadi. Siz oldin nima bo'lgan? Injener misol o'ylanadi, savol beradi, mayli qilamiz dedi. Hozir уже injener tushunishi kerak. Bu feature'ni o'zi qanaqa, natijasi nima, foydasi nima? O'ylanadi, misol oddiy injener kelmaydi, uni team lead qilish mumkin. Chunki misol men o'zimda ko'p shunaqa vaziyat bo'lgan, kelib srochno mana bu narsa kerak deb. Biznesga har doim srochno. Hech qachon anaqa aytmaydi. Bizlarda bir yilimiz bor aytmaydi. Bu hafta kerak deb aytadi. Anaqa panika bilan keladi. O'sha paytda oldin endi boshlaganimda men to'g'risi qilganman shu narsalarni. Qilib gap eshitmaganman, lekin postmortem degan narsa bor. Postmortem meditsinada bu adashmasam o'sha kimdir o'sha qaytish bo'lgandan keyin tekshiradi, sabab nima bo'lganini. Bizlarda servis down bo'lgandan keyin bizlarda postmortem bor. Nimaga down bo'ldi? Kim aybdor? Tekshirib chiqishadi. Tahlil qilinadi. Albatta, reverse engineering qilib, lekin buni so'kish uchun emas, buni keyingi safar qaytarilmasligi uchun. Shu sababdan o'sha research qilinadi.
bir ikki postmortemda qatnashib keyin tushundim. Chunki biznes qarang, siz Postmortem foydasida shu, qarang, Foydasi. qatnashib turib darrov tushundingiz keyingi safarga. sizga featureni qilib berib aytadi. Siz qildingiz. Ha. Siz ishga tushdingizmi? Mas'uliyat Masalan, sizda. sizda bo'lar, ha shunday. Biznesga farqi yo'q. Ha. Biznes aytadi, men ishlayapti. Bu arxitektura qanaqa, baza данных nagruska bo'lyaptimi? Misol bitta servis 2-3 hafta oldin bizlarda anaqa qilgan out of memory bo'lgan bizlarda. RAM yetishmagan. Ha. Chunki u Postgres запрос так har bir sekund где-то 600 mingta nimani olib kelgan. U har bir sekund bitta запрос. 100 ta inson ishlatsa u o'sib ketadi. O'sib ketadi. O'sha RAM-ni SQL limitini query xato yozishgan. Вообще xato yozgan. O'sha paytda postmortem bo'lgan. Shu keyin aytgan, menga biznes olib kelgan buni desa, nima qilibdi dedi. Ishga tushding. Ownership kerak, egasi bo'lishi Albatta, kerak. ownership juda Zo'r. kerak. Bo'ldi, sen aybdorsan deganmiz. shunaqa. И уже shu praktika bizlarda rivojlangan. Bizlar tushunishimiz kerak. Misol nimaga qilyapmiz bu narsani? Oxirgi natija nima? Bu foydasi nima? Foydasi kam bo'lsa qilmaymiz. Yoki kimdir oldin qilgandir уже boshqa jamoa. Ha, ha, ha. O'shalardan borib olib kelamiz. Hozir shuni biz o'zimizdagi bir case bilan aytib beraman. Haqiqatda bizda mijoz so'ragan injenerimizdan shu narsani qilib ber degan. Endi anaqa injener unga tushunish kerak-da, nimaga mijoz xohlayapti buni, nimaga kerak deb turib, bu noto'g'ri narsa tushunib olganda, bundoq qarasa mijoz yozmadi so'ragan, bu aynan o'sha ish qilgan. Lekin mijoz boshqa narsani, sal boshqacharoq narsa so'ramoqchi bo'lgan. Va injener lekin hozir bu yerda mijoz so'ragan ishni qildim desa, to'g'ri. Lekin u keraksiz. Xato narsa. Va mijoz menga oxiri chiqdi, shikoyat qildi, o'zingiz qarab tezlashtirib bering dedi, bir oy kutdim dedi. Umuman men xohlamagan boshqa narsani qilib kelishdi. Ana mana deb turib, deyapti-da. Injener ayblamaysiz haligi joyda, agar injenercha fikrlasa, eskicha. Mijoz so'radi, men qildim deyapti-da. Lekin o'ylash kerak, mijozga nima keragi bor edi buni, ya'ni foydasi bormi o'zi so'rayotgan narsani deb gaplashib, qanaqa ishlatasan deb shuni aytyaptilar-da, ya'ni ega ownership bo'lishi kerak. Ownership juda muhim. Bu yog'iga injenerlar so'raldi, qildim deyish olmaydi. Endi ownership bo'lishi kerak. Ajoyib. Zo'r point bo'ldi. Ya'ni yangi injener bo'lmoqchi bo'lganlarga. Chunki hozir ikkalalaringning gaplaringdan bilyapmanki, an'anaviy muhandislik bilan hozirgi zamonaviy muhandislik o'rtasida biroz farq bor. Ya'ni an'anaviy muhandislikda ish so'ralgan, qilgan, bo'ldi. Hozir demak injener kimdandir request so'rovnoma kelsa, uni so'roq ostiga olish mumkin ekanda. Ya'ni mana shu narsa o'zi shartmi degan narsani aytib turib yoki aytaylik, yo buni o'rniga mana bu narsani qilsak bo'ladi-yu degan narsani, demak. Va kattaroq kartinada fikrlash kerak. Masalan, kichkina narsa qo'sh deyishyapti, bitta feature. Bu butun bir dasturni 1% ida. Qolgan tomonni buzib qo'ymaydimi? Uni ham qarash kerak. Qo'shib turib ketavermaslik kerak. Ya'ni kimdir qo'shadi-da, bu yoqdagilar buzildi, ishlamayapti. Yangi narsa qo'shilgan hisobiga-da bu aytadi, mana muammoni tan olmasligi mumkin-da, endi junior bo'lsa. O'zi o'sha darajada shunda bilinadi. Ya'ni nima deydi? Qancha siz mas'uliyat olsangiz, xato uchun kattaroq nima deydi? Ko'lamdagi xatolar sizni mas'uliyatingizga aylansa, siz darajangiz ko'tarilgan bo'ladi. Zo'r. Va bu narsa ham false positive bo'lganligi yaxshi, chunki u haqiqiy anaqa kerakli feature bo'lsa, haqiqatdan ham biznesni boshlig'iga kelishi mumkin. Bizlarga kerak deb aytdi. U уже mas'uliyatni o'ziga oldi. Xo'p, demak head of business keldimi? Demak kerak. Men misol aytaylik, yo'q, yomon, noto'g'ri narsa deb o'ylashim mumkin. Meni ko'niktirib bilmasa, men o'sha paytda o'zimni nimaimga jo'nataman. Meni boshligim bor. Ikkitasi gaplashadi. Ikkitasi qaror qilgandan keyin уже bu ownership tepaga ketdi menda ham. Meni boshligim kelib, qil, men o'zim javob beraman desa, mayli. Bu boshqa narsa. Chunki baribir hamma narsani qilib bilmaydilar boshliqlar. Misol, bizlarda oddiy injener bor, undan keyin bilasiz IC track, individual contributor va management track bor. Tech lead yoki team lead bilan o'sha biznesdagilar gaplashadi. Biznes olib keladi, biz qaror qilib boshlaymiz. Lekin yomon narsa deb o'ylasak tepaga jo'natamiz. Bizlarga gap kelmaydi, chunki bizlar kompaniyani o'ylayapmiz. Mana shu ownership. Oldin menimcha bo'lgan, nimaga qilmading deb janjal bo'lishi mumkin bo'lgan. Hozir
naborot qilmadingizmi mayli tepada gaplashib aniqlashtiradi. Tushunaman. Hozir mana bu AI ishlatish masalasi bo'yicha gapirildi-yu, tokenlar olish masalasi. Bu yaxshi tezlatib beradi biznesni. Lekin compliance darajalari ham bor. Ya'ni bu narsani kim tekshiradi? Aytaylik, engineeringizga AI siz sotib olib berdingiz, muhandisingiz engineer, ya'ni o'sha AI dan foydalanib kod yozyapti, nimalar qilyapti. Endi uni tekshiradigan ham boshqa AI mi? Yoki qaysidir odammi? Compliance qanday ko'riladi bitta? Ya'ni legalityga qay darajada to'g'ri keladi? Regulatsiyaga tushyaptimi degan narsalar. Bu qanday qilinadi? Sun'iy intellektdan chiqqan tokenlar, kodlar, mahsulotlarni xatosi bo'lsa yoki comply qilmasa, mas'uliyat kimda? Bizda. Ya'ni siz ya'ni software engineer demoqchisiz, sifatida siz nima qilasizmi? Javob berasizmi bu yerda? Mendan любой chiqqan kod meni ownershipim. Ha, shunaqa nima beriladi. O'zim shunaqa deb o'ylayman. Shunaqa o'ylash kerak deb. Biz o'sha haligi demak bir xil gapirayotgan ekanmiz, ya'ni ot va chavandozga tushadi-da. Ya'ni ot xato qildi deya olmaysiz, ChatGPT qilib berdi yoki Cloud qilib berdi deya olmaysiz. Chavandozni mas'uliyati. Odamni o'zida bo'lish kerak-da shu narsani. Albatta, chunki yo'q, u har kimda har xil bo'lishi mumkin. Men faqat o'sha nima desam, hayotni birorta qismi baribir pul. Har doim. O'sha kimdir pul berdimi? Ko'p inson, misol, men dadamda bo'lgan SSR yo'qolib ketgan paytda ko'p insonlarning pullari ko'p ketgan. Ha, shunday bo'lgan. I ko'pchilik yomon ish qilganlar. O'zini o'ldirib, bu kimnidir hayoti. Misol AI yozdi, menga farq yo'q deb bilmayman. Chunki kimnidir puli. Shu darajada mas'uliyatni ola bilishlik kerak. Bankda bo'lishgani uchun shunaqa deyaptilar. Ya'ni odamlar nima deydi, foydalanuvchilar oldidagi injenerlarning mas'uliyati Salmon Groupda deb aytyaptilar. Haqiqatda ba'zilar masalan olmasligi mumkin. Sun'iy intellekt masalan arzon ishchilar bor, sun'iy ularning ishi prompt yozasan, natijasini olib kelasan deb turib kimdir berish mumkin. Lekin men advokat qilgan bo'lardim, ya'ni faqatgina sun'iy intellekt ot kabi ishlatish kerak, ishonib qolmaslik kerak. Chunki masalan nimadir xato qilsa, boshqa qilsa, ya'ni biz musulmon tomonidan qaraydigan bo'lsak, oxiratga ishongan odamlar biz aytamiz, musulmonlar ertaga kimdir xato qilsa, Alloh oldida javob beradi deymizda. Sun'iy intellekt qanaqa javob beradi? Unda qalb yo'q, ruh yo'q-da. Shuni hisobiga ham aytgan bo'lardim, ya'ni doim odamda mas'uliyat turish kerak. Unga mas'uliyat yuklay olmaysiz-da. Ya'ni o'qib berdi deya olmaysiz. Ya'ni faqatgina u ot mashina qarashimiz kerak deb. Bizlarda AI check bor. Hozir o'zi kod review qiladigan inson bor. U misol aytaylik, oddiy injener bor. Oddiy degan senior injener bo'lishi mumkin, middle injener bo'lishi mumkin. Kod yozdi. Uni keyin team lead tekshiradi yoki tech lead tekshiradi. Kimdir tekshiradi. Undan keyin kod nimaga ketadi? To есть boshda kod review, undan keyin cloud injenerlarga ketadi. Cloudlar infrastrukturasini tekshiradi, kodni nimasini emas, просто o'sha DevOpslarga aloqasi bor joyini tekshiradi. U paytida AI ham tekshiradi. Lekin baribir oxirgi qarorni inson qiladi. Demak, sun'iy intellektga review qildirasizlar, lekin baribir inson oxirgi qaror. O'zi hozir sun'iy intellektda ham ko'p nimadan Cloudda Chrome extensionlarini ko'radigan bo'lsa ham, application topshirilsa ham hech qachon, ya'ni seni o'rningdan men bironta narsa topshirmayman degan naqalar bor ekan. Ya'ni shartlarni, terms and agreementlarni ko'rsangiz, doim yozilgan. Bor. Men hech qachon deydi, seni o'rningdan confirm qilmayman, oxirgi nuqtani o'zing qilasan deydi. To'ldirishga yordam berishim mumkin deydi arizangni, lekin topshirish, submit degan tugmani o'zing bosasan degan narsani aytadi. Ajoyib o'zlarini nimalari bor ekan. Mas'uliyatini olib qo'yadi, shunaqa. Yaxshi nimalari bor ekan. Nima bor? U kodni sifatidan tashqari cyber security. U alohida jamoamiz bor. Ular ham AI ni ishlatadi, boshqasini ishlatadi, lekin baribir oxirida o'zlari qaror qiladi. Qanaqa, ya'ni o'sha kimdir kod yozib bersa, u yerda loophole'lar yo'qmi, bu narsalarni ko'rishlik uchun alohida jamoa. Alohida software bor. Tushunarli. Frontend uchun alohida, backend uchun alohida yaratilgan. O'sha loophole'larni tekshiradigan nima?
ilova. Mhm. Cyber security komandalar yaratib, Zo'r. bizni maintain qilyapti. Ya'ni u alohida komandalarning ham alohida ishlashadi o'zlari. Umuman alohida. U menimcha bu даже yaxshi, chunki har bir jamoa o'zini nimalarini biladi, mas'uliyatini biladi. O'sha narsaga urg'u qiladilar faqat. Bir savol chiqib qoldi shunda, masalan, remote ishlangan payti shu narsalar muammo bo'lmaydimi? Masalan, hozir siz team lead bo'lsangiz, software lead bo'lsangiz, 5 ta jamoangiz siz bilan o'tirib ishlashmaydi-da. Uzoqda ishlashadi. Shu holatlarda bunaqa kommunikatsiyada, egalik qilishda nima deydi, remote bo'lgani uchun qiyinchilik chiqib turib, egasiz qolgan mas'uliyatlar bo'lmaydimi? Masalan, xato bo'ladida, bilmay qolmaysizmi kim muammo kimdaligini? Qanday hal qilinadi u narsa? Qanday mexanizmlaring bor? Birinchidan bizlarda baribir remote bo'lgani bilan ham GMT bor, часовой пояс. Misol GMT ni tushuntirib berasizmi bu auditoriyamizga? Ya'ni ertalabki stand up bu narsa. Yo'q, GMT deganim tak, soatni farqi, misol. Tushundim. Time zone. Shahar Glasgow meda esimda yo'q. To'g'risi. Lekin time zone farqi bor. Misol bizlarda Filippin Koreyadan 1 soat orqada. Demak, hozir soat misol aytaylik 12 bo'lsa, Filippinda 11. Lekin bizlarda Germaniyada turib ishlab yurganlar bor, Las Vegasda turib ishlab yurganlar bor. U minus bo'lishi mumkin, lekin jamoa katta bo'lganligi uchun kimdir onlayn har doim. Kimdir. Har bir jamoada kimdir onlayn. Misol, meni ishxonamda soat Koreyada soat 6da ishni boshlaydiganlar bor ertalab. Koreyada 6, men uxlab turaman. Kimdir ishlayapti. Lekin men ishlab turgan paytda kimdir dam olyapti. Dam oladi. Misol, meni jamoamda shunaqa, kimdadir bo'lmasligi mumkin, lekin asosiy nimalar har doim onlayn bor. Misol, team leadlardan kimdir onlayn bo'ladi yoki cyber securityda ular ham har joyda joylashgan, nimalari bor, shiftlari bor. Smena. Ajoyib. Cloud engineerlardan smena bor. Misol, soat 4da bir servisimiz breakdown bo'ldi. Kimdir keladi. Aniq bilamiz. Bu yerda demak jamoa kattaligi uchun yopib ketilyapti-da bu narsa. O'sha law of large numbers o'yin asosiy ish qilyapti ekan. Zo'r. Lekin bitta muammo ko'rdim, baribir ishlashda shuni sezmayapsizmi? Men hozirgacha o'zim sezganim Humblebee'da masalan hozir 4 ta joyda ofisimiz bor. Yonma-yon ishlagan bilan masalan Inchondan Namangan bilan bog'lanib ishlagan yigitlardan Inchon bilan Inchonda ishlagan yigitlar orasida farq bor-da. O'sha law of large numbers bo'lgani uchun endi ko'rishni boshlayapman men ham, jamoamiz sal kattargani uchun. Ya'ni masalan baho qo'yish bor. Supervisor anaqa nima deydi, KPI-lariga performance review qilib. Bunday qarasangiz yonida o'tirganlarga doim yaxshi beradi yigitlar. Va kim yonida ustoz yonida bo'lsa, u yaxshiroq o'sadi, tezroq o'sadi. Uzoqda bo'lgan sekin bo'ladi. Va bu asta-asta ko'rinib qoldi. Mana hozir 2-3 yilga qarab ketyapmiz-da, boshida bilinmaganda hozir sezilib qoldi. Endi o'ylab qolyapman, qanaqa qilsak ekan? Ya'ni faqat hamma ofisda turganlari bilan ustoz shogird bo'lib o'rganadimi yoda bog'lab shunaqa davom etishim kerakmi degan savol bo'lyapti. Sizdagi raqamlar biznikidan kattaroq ko'rinyapti. 500 ta injener bo'lsa, qanaqa bo'ladi siz tomonda? Bizlarda anaqa narsa bor. Sizdan bor deb o'ylayman. Prosta menimcha siz misol juniorlarni ham olib, bilim berishga rozisiz. Bizlarda pul anaqa oylik yaxshi bo'lganligi uchun pulini beramiz, ishni qilsin. Oldindan seniorlarda uncha muammo bo'lmaydi demoqchisiz. Seniorlarda bo'lmaydi, chunki ular oldin ishlagan ofisda. O'sha o'rgangan. Tajribasi bor. Birinchisi, tajribasi bor. Ikkinchi nima? Bizlarda ko'p business trip bo'ladi. Jamoa katta bo'lganligi uchun hammamiz bir vaqtda borib bilmaymiz. Lekin ofisda kimdir bo'ladi. Hozir misol Manilada ofisimizda где-то 300 ta ishchilarimiz bor deb o'ylayman. 300 ta kamida. 300 ta deganim bu
expat u Filippin emas, chet eldan kelgan. kelganlar. Lekin hammasi injener emas, kimdir biznes bo'lishi mumkin, AI komanda bo'lishi mumkin, data science har xil. Biznes trip qilganimizda o'sha Manilada yig'ilib birga ishlaymiz ofisda. Misol men mayda borib keldim va yana oktyabrda borib kelaman. O'sha paytda birga ishlab networking qilamiz, keyin team building qilamiz, ishni boshlaymiz. Qanaqadir anaqa bond bo'ladi. Bond deganim bog'lanamiz. Baribir bizlar biznes aspekt bilan shaxsiy aspektni anaqa qilib bilmaymiz. Ajratib bilmaymiz. Odam bilan yaxshi отношенияda bo'lsangiz, networkingiz yaxshi bo'lsa, ish ham yaxshi bo'lib ketadi. Naоборот. Yomon bo'lsa kelishib bilmaysiz. Shuning uchun team building o'sha tez bo'lib ketadi. Mana xuddi shunaqa o'ylayman. Ya'ni koreyslarda ham bor bu narsa. Ya'ni masalan ya'ni after party dinnerlar faqat bular oshirib olishganga o'xshashadi, ya'ni majburiy qilib qo'yishgan unaqa kelishib. Ya'ni ko'pchilik ish alohida, hayot alohida deydi. Aslida kuchli odamlarga hayotidan maqsadi bir qiymat hosil qilish, odamlarning og'irini yengil qilishdi. Unda bu xato bo'lib qoladi bu narsa. Qaysi narsa? Ya'ni ish alohida, hayot alohida degan narsa. Ya'ni biz yashay olishimiz uchun, yashashimizni justify qilish uchun kimlarga xizmat qilishimiz kerak-da. Odamlarning og'irini yengil qilyapmizki, biz yashayapmiz. Bo'lmasa nima keragi bor degandek chiqib qoladi. Ya'ni shuni hisobiga, ya'ni ish bilan hayotni alohida qilish kerak degan narsa xato deyilyapti. Hozir bular ham o'sha yaxshiroq muloqot bo'lsa bir-biri bilan, bir-birini tanisa bo'lsa, ish yaxshi bo'ladi deyaptilar-da bu yerda. Hayotda yaxshi bo'lsa, ishda ham yaxshi bo'ladi degandek. Albatta, chunki misol men ham harakat qilaman, oldin ham ko'p harakat qilganman. Misol qayerda? Tailandda bor edi, bor ishlarimiz. Tailandga bor, Malayziyada bor, har davlatda bor. Misol keyingi hafta sizga aytib o'tdim, Almataga boryapman. Almatada ham bor. Almatada ham bor. Undan keyin Ostonaga ketaman deb o'ylayman. Ostonada ham bor. Undan keyin Toshkentda где-то 10 ta ishlarimiz bor. Ajoyib, allaqachon. Keyin yana qaytaman, Koreyani o'zidan 10 ta 15 tasi bor o'zi. Undan keyin Manilaga ketaman. To есть baribir bu kerak. Misol, bu sizni shaxsiy o'zingiz uchun ham yaxshi, chunki aytaylik Almataga boraman, menga ko'rsatadilar, ammo Almatada nima bor, networking uchun yaxshi, mavzu bor. Va birga ishlaymiz. Shunaqa. Ajoyib. Ya'ni bu va kompaniya wise menimcha HR'laring mana shuni arxitekturasini qilgan, ya'ni birga ice breakinglar qilinsin, birga bo'lishsin degan harakat qiladilar. Endi har doim 100% qilib bilmaydilar, chunki u anaqa emas u. Nyanya emas. Jamoa o'zi harakat qilish kerak. Ular ham harakat qiladi lekin. Zo'r, ajoyib, zo'r. Shu paytgacha o'sha fintech haqida gapirdik. Bu fintech haqida gapirganda ikkita mavzuni chetlab o'ta olmaymiz. Blockchainlar, kriptovalyutalar. O'sha LinkedIningizni ko'rganda bunga ham o'sha qiziqishlaringizni nimada ko'rdim, CV'ingizda. Qanaqa bir, chunki ko'pchilik o'ylaydi blockchain, kripto bular teskari narsa, fintech alohida narsa. Hali sizdagi bog'lanish qanaqa bo'ladi bu narsaga? Ya'ni blockchainlar bilan kriptolar borda, bu yoqda fintechda an'anaviy nimada ishlaysiz? Bog'lanish. Kulgili javob bo'lishi mumkin. Hozir o'ylanib ko'rsam, biznesdan ekonomika bo'lganda, nima magistratura. Pulni yaxshi ko'rganligim uchun. Qayerda shu narsa hozir kirib ketaman. Endi u hazil, lekin baribir fintech, blockchain ikkitasidan pul. U digital currency bo'lishi mumkin, haqiqiy pul bo'lishi mumkin, lekin pul. Oldin o'zi blockchainga qanaqa qiziqish bo'lgan? Menimcha ko'pchilikda boshda Bitcoin degan narsa chiqqan. Birinchini boshlagan. Keyin Bitcoinni olmaganim uchun afsuslangan. Shunaqa, u istoriya shunaqa. Roadmap shunaqa o'zi. Keyin 2018dan 2019da qiziqib kirib, lekin u paytda tushunmaganman software development. Prosta ko'rganman, qaraganman, sotib qo'yganman. Keyin bir paytda shunaqa bo'lgan, MetaMask walletimni yopmaganman.
lock bo'ladi. Brauzerda bir linkni bosganman. Brauzerda email nima kelgan? Voice phishing emas, phishing mail kelgan. Bosganman. MetaMaskdagi pullarimni Yechib olgan. yechib olgan. U paytda tak 2021mi? Короче, o'sgan. 4000 gacha bo'lgan. Nima? Ethereum. U paytda plus minus $5000 pulni yechib olgan. Shu vaqtda shok. 10 minut jim o'tirdim. Tushunmayapman Nima bo'ldi? U $5000 hozir ham Katta bo'ladi. Hozir $15000. Qaysi yil dedingiz? 2021da. 2020 10 mingga desak bo'ladi. Yo'q, 7 ming. men uchun. U paytda student endi o'qishni bitirgan. Tasavvur qiling u Qoyil. jahlim Yillik chiqqan. kontrakt ketdi. Da, u paytda jahlim chiqib, keyin bir kuni o'rganaman deb, как раз bu narsa menga foydali bo'lgan software developmentni boshlashga, chunki jahlim chiqqan, tushunmoqchi bo'lganman. Qanaqa qilib meni pullarimni yechib qo'yganlar. Keyin o'zi tushundim, bu baribir skript yoziladi o'sha linkning ichida. U skript orqali yechiladi hamma narsa. Qiziqqanman, keyin уже web developmentni boshlaganimdan keyin oddiy misol nima exchange'lar bilan ishlaganman. Exchange API'larini tortib, просто так dashboard qurib qiziqqanman. То есть bu infrastruktura emas hozircha, bu просто UI. Undan keyin hackathonlar boshlangan, boshqa networking orqali tanishgan software injenerlar bilan hackathonlarda qatnashib, loyiha qurib, уже infrastrukturaga ketib, wallet yaratdik, smart contract, tak, yana social nimalar bor, web3da, web3da o'sha social ilovalar bo'ladi. Bularni o'zingiz mustaqil qilyapsiz, hech qaysi kompaniyada ishlamasdan. O'zlarimiz, u hackathonda boshlangan, keyin hackathon u kim qiladi? Blockchain kompaniya uyushtiradi, tanlab olish. Promotion qiladi. Keyin birinchi o'rinni olgandan keyin pul beradi. Pul bergandan keyin davay birga ishlaymiz deb aytish mumkin. Ha, Telegram ham shunaqa qiladi. Ya'ni masalan Telegram CEOsi aytgan gap bor, 30 ta ishchimiz bor deydi. Biz HR departamenti yo'q deydi. Nega desa, biz o'sha siz aytgandek seniorlarni kuchlilarni ishga olganmiz, ularni boshqarish ham shart emas deydi. Qanaqa qilib olgansizlar desa, shunaqa musobaqalarni har oy o'tkazamiz deydi-da. Eng kuchli tanlab olamiz deydi. Ajoyib. Rostda masalan, noto'g'ri odam ishga olib kuygandan ko'ra musobaqaga pul tikib turib, yaxshi odamni saqlab olgan ancha yaxshi usullagan, arzon tushadi. Va hozir tomoshabinlarimiz uchun bitta narsa aytib ketamiz. MetaMask deganda bu brauzerdagi o'sha wallet, o'sha cho'ntakcha kripto pullarni saqlaydigan. Hakerlar qanaqa qilib Aleksey akamiz pullarni yechib olgan, link jo'natgan. Sizga u link boshqacha ko'rinadi. Masalan, Facebookga o'xshab ko'rinishi mumkin yoki Telegramdan kelishi mumkin, boshqacha bo'lishi mumkin. Bitta bosganingizda u skript yozilgan, masalan JavaScriptda bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, page ga o'tadi. Page yasagan. U JavaScriptdagi skript haligi walletni bosib kiradida, masalan, parolni qolib ketgan bo'lsa, saqlab qo'ygan bo'lsangiz, kirdi, ichkarida transaction qilish uchun, ya'ni knopkalarni bosadi, o'zi bossa o'zi qiladi. Bosadi, pul o'tib ketdi. Shuning uchun ehtiyot bo'ling. Kirgan narsa xabar keldimi, boshqa bir keldimi, doim tekshiring. Hattoki o'zimizga ham yoshligimizda o'rgatishgan, biror bitta gap gapirsa, toshib ketavermagin. Oldin kim bu, qayerdan oldi, tahlil qilib, keyin boshqaga yetkazgin deyilganda, shunaqa o'zimizga kelganda ham to'siq qo'yishimiz kerak birinchi internetda. Bu hozir oson tuyulyapti. Va uni tushunaman. Skript, oddiy skript, misol quality assurance test yozganingiz, avtotest yozasiz. U sizga farqi yo'q, headlessmi yoki brauzerni ochib, o'zi tekshirib beradi nima flowlarni. Shunaqa skript yozilganda pul yechilgan. U nima? Ta'lim uchun pul to'ladi. Yo, mana shu hozir Aleksey naqa kriptovalyutalar haqida gap ketganda, Yaxshi bo'lgan ekan. Foyda bo'lgan. Kriptovalyutalar haqida gap ketganda, masalan, stable coinlar chiqdi. Har xil coinlar ko'payib ketdi-da. O'zingizni pozitsiyangiz bor, masalan, chunki sizda kimdir masalan hayotda uchrash bo'lsa, fintechda ishlayman, shunaqa digital nimalar bo'yicha software engineering man deb maqsangiz, so'raydi masalan. Kriptovalyuta olaymi deydi. Yoki stable coin qilaymi deydi. Mana shunda bir o'zingizni pozitsiyangiz yoki maslahat bera oladigan bir pozitsiyangiz bormi? Nuqtai nazaringiz bormi? Endi kriptovalyutani farqi bor baribir.
kriptovalyuta degan nima? U ham token. U tokenni o'zingiz ham yaratib bilasiz. U orqasida kim bor? Misol aytaylik, Bitcoin bilan Solana'ning farqi katta, chunki Solana'ning orqada nima kompaniya bor, Bitcoinda Hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Va lekin Bitcoinni hech kim kontrol qilib ham bilmaydi. Solana'ni esa farqi yo'q. Chiqaradilar. Stable coinlar ham shunaqa. Misol USDT bor. Uni просто tak bir nima bilan execution bilan 1 milliard dollar chiqarib biladilar. Yo'q, uni justificationlari bordir, bilmayman. Lekin u kompaniyalar ko'p nimada va vaziyatlarda davlat bilan birga ishlaydilar. Shuning uchun muammolari yo'q. Lekin o'sha cryptocurrency'ni boshqa tushunish kerak. Nima ish qiladi, nimaga yaratilgan? Просто tak hozir aytaylik $500 sotib olaman, ertaga $50,000 nima sotishi mumkin deb olsa, bunaqalar 99.9% bankrot bo'ladi. Chunki ozgina bo'lsam due diligence qilish kerak, research qilish kerak. O'rganib ko'rish kerak. O'rganish kerak. Chunki O'zbekistonda ham bo'lyapti menimcha shunaqa skamlar. Ha, bo'lyapti, boshlandi. Plov token deganlar ham chiqdi adashmasam. Har xil. Web3da o'sha ko'p narsalar skam bo'lib chiqadi. Pul yechib oladi. Hamma masalan uni token sotib olasizda, siz pul qo'yib turib, siz menda pul bor deb o'ylaysiz. Chunki masalan dollar aytaylik, menda $1000 olib qo'ydimda, kartadamdan yechib oldi, men token oldim. Ular masalan qanaqadir coin, plov coin deylik. Endi o'zimcha ishonyapman, men plov coinni xohlagan vaqtim dollarga qaytarib olsam bo'ladi yoki sotsam bo'ladi deyapman-da. Lekin uni orqasida turgan infra mana shunaqa sotib coinlar olyapti-da, haqiqiy cash naqdni o'ziga olyapti-da, ertaga yo'q. Men bu yerdagilar hamma kuydi. Shuni aytyaptilar, 99% odam kuyadi, bunaqa qilib turadi. Demak, aniq bir nima deydi? Ilmsiz yoki o'rganmasdan shunchaki ko'rkorona qilishlik ko'p holatlarda kripto biznesida o'sha bankrot bo'lishga olib keladi. Ha, va yana bir narsa, misol Jumabek aka aytdi, $1000 bor. $1000 orqasida kim bor? Amerika bor. Davlatni o'zi turibdi. Hech kim turadi. Plov coin orqasida kim bor? Oshpaz borda, kimdir. Anaqa emas. U backup qilib biladigan inson emas. Bu asosiy nimasi, maqsad bu token orqasida nimadir bormi? Misol USDT ning orqasida Tether bor. Tether Amerika bilan ishlaydi. USDC ning orqasida Circle degan kompaniya bor. No name kompaniya bo'lsa, ishonch yo'q. Lekin ko'pchilik o'sha no name'larga pul tikaveradi. Chunki ular pul ko'paytiraman deb o'ylaydi-da. Va biz yoshlarimizga qarash kerak. Masalan, kuchaytirmaydi derdim-da sizlar. Masalan, ko'pchilik trader qilaman, boshqa qilaman deydi. Masalan, 10 yil traderlik qilsangiz, siz aqlingiz ortadimi? Ertaga qanaqadir muammo chiqqanda uni yecha olasizmi? Masalan, ko'pchilik trading qilib pul ishlash o'ylaydi-da. Yoshlikda masalan pul ishlash emas, aqlli bo'lishi, foydali odam bo'lishi o'ylash kerak derdim-da. Masalan, traderlikni o'rgansam, men 10 yildan keyin qanaqadir muammolarni yechib, odamlarning og'irini yengil qilib pul topa olaman deb o'ylash kerak-da. Ya'ni tez quick money qilib, tez bir nimani pul ishlab olaman deydi-da. Balki ishlar, balki ishlamas. Lekin uzoq muddatli emas-da, siz aqlli qilmaydi u narsa. Sizni aqlli qiladigan masalan undan ko'ra o'tirib dasturlash o'rganish kerak. Qanaqa qilib mana hakerlik qilib bu pulni olib qo'ydi, uni o'rganish kerak. Qanaqa qilib banklar pul qiladi, uni o'rganish kerak. Bizneslarni, dunyoni o'rganish kerak derdim. Hozir hech kimni ustidan kulib turganim yo'q, lekin traderlik qilgandan ko'ra 10 yil sarflab, o'sha siz aytdingiz, software engineeringni o'rganish kerak. Undan ROI yaxshi, foydasi ko'proq keladi. Trading nima u? U spekulatsiyada, shunchaki. Spekulatsiya. Va u yerda qiymat yaratilmaydi. Ya'ni men Alekseydan olamanda biroz qimmat turgandan keyin Jonbekka sotaman. Jonbek ham o'zi shu narsani ko'zlaydi. Ya'ni bu yerda faqatgina narxni oshirishda, ya'ni ko'riladigan bo'lsa, haqiqatan jamiyatga foydasi kelmaydi. Bitta narsa qo'shib ketaman, software engineeringni nega o'rganish kerak deb turib, miyangiz o'zgaradi deb tomoshabinlarimiz uchun. Masalan, ko'pchilik men kecha gaplashdik bitta avstraliyalik do'stimiz bilan, aytayapti, o'sha Inxani aylanib gaplashdik, juda zo'r vok qilib. Men o'sha lirik kitoblarni o'qisam maza qilaman deyapti.
man aytyapman mana o'sha cross entropy loss bor o'sha butun AI ustida turganda ya'ni pozitiv bo'lgan narsalarni minus infinity deymiz ya'ni limitga qarab olib borish kerak negativ bo'lgan narsani pozitiv bu yoqqa olib borish kerak ajratib berish kerak AI o'rganish uchun bitta ya'ni shundoq qarasangiz formulada 4 ta narsa borda 4 ta narsa bor shuni o'zi butun sun'iy intellekt ko'tarib beryapti-da. Ya'ni siz software engineering matematikani o'rganadigan bo'lsangiz mana shu ikkita formula qanaqa qilib butun bir dunyoni o'zgartirib yuboradi. Ajoyib narsa. Buni ko'ra bilish katta narsa. Ya'ni faqatgina lirik kitob ya'ni aksincha lirik kitobga bog'laysiz buni kerak bo'lsa. Ya'ni bitta o'sha Big Bangga qarab bog'lab borsangiz bo'ladi. Ya'ni bitta narsa shuncha ish qila olsa, Big Bangdan bitta o'sha quvvat hozirgacha nimalar olib kelgan. Nuqtalarni bog'lashlikni o'rgatadi. Masalan, bitta muammo bo'lyapti. Bu muammo qayerdan keldi degan narsani ajoyib narsa fikrlashda. Shu foydaliroq o'sha. Maza qilasizda bu anaqa mabodo software engineering o'rganib turib ishlay olmadim deganingizda ham miyani strukturasi boshqa demoqchiman-da. Hozir treyderlar yomon ko'rmasin, lekin baribir trading kazino emas, lekin baribir trading anaqa bu bilmaysiz. Yo'q, oddiy savol boyagi savol. Sizni aqlli qiladimi? Ya'ni odamlarning og'irini yengil qiladigan qiladimi? Mana shu oddiy og'ir yengil qiladimi degan narsa. Agarlar anaqa vaqtimiz zo'r suhbat bo'lyapti to'g'risi, lekin 8 minutcha qolibdi. Shunga 3-qismga o'tishga majburmiz. 3-qism Aleksey yoshlarga maslahat bo'ladi sizdan. Maslahat degani qanaqa? Chunki siz ko'rdik mana magistraturada xalqaro biznes, xalqaro savdo yo'nalishi bo'yicha qilgansiz Pusan'da. Qanday qilib bo'lmaga o'tib qoldingiz va yoshlarga aynan software engineering bo'yicha kelmoqchi bo'lgan yoshlarga qanaqa maslahat berasiz? Ya'ni 3 ta narsa. Portfolio qismmi? Yoki aynan shu sohada o'sha 4 yil o'qisinmi? Yoki qanaqadir usullari bormi? Bu narsa bo'yicha Jonobekdan ham fikr eshitamiz. Shu narsa bo'yicha fikringizni aytsangiz. Tak. O'qish kerakmi degan. Ya'ni o'qish kerakmi? Ya'ni sizni yo'lingizni tanlasa ham bo'ladimi yo siz yo'lingiz qanaqadir exceptionroq holatmi? Biznesda o'qib turib software engineer bo'lib ketishlikda. Birinchidan men o'ylayman hamma o'rganishi kerak software engineeringni. Hamma deganim senior nima, team lead bo'lish uchun emas, aytib o'tdik, fikrlashni o'zgartiradi. Ozgina logika, mantiqqa yaxshiroq ishlab boshlaydi. Birinchidan, ikkinchidan o'qish kerakmi, kerak emasmi degan savolga yo'nalishga bog'liq. Men o'ylayman, yaxshi AI machine learning engineer bo'laman degan inson o'qishi kerak, chunki chuqur matematika o'rganishi kerak. Вообще chuqur. Lekin biznes uchun software engineering kerak bo'lsa, biznes deganim misol e-commerce qurish, backend, frontend uchun kerak emas, shart emas. Yo'q, bo'lsa yaxshi, lekin shart emas. Chunki universitetda berilgan ma'lumot biznes bilan umuman boshqa narsa. Yo'nalishga bog'liq. Keyin portfolio. Menimcha portfolio qachon kerak bo'lgan? Oldin kerak bo'lgan. Hozir portfolio yaratish oson. Hozir o'sha AI ning nimasi, ta'siri software engineeringga kirish osonroq bo'ldi. Ajralib turish qiyinroq bo'ldi. Chunki siz yozgan promptni men ham yozib bilaman. U AI yaratadi. Critical thinking kerak. Misol, ishga topshiryapman, aytaylik men prosta startup emas, bir yaxshiroq kompaniyaga topshirmoqchiman. Men o'sha kompaniyani weak pointini topishim kerak. Mana shu joyda minusi bor ekan. Ularga borib sizda minus bor deb aytmasligim kerak. Prosta men research qildim va meni loyiham, men mana bu muammoga yechim topmoqchi bo'lganman deb borsangiz, portfoliongizni ko'rsatib. U уже effekti bor. Lekin prosta tak aytaylik men AI chatbot yaratdim desangiz, mayli yaratibsan dedi. U men ham yaratdim. Boshqalar ham yaratib qiladi. To есть ajralib turish kerak. Portfolio kerak, lekin rus tilidagi bir точечный kerak. Nuqtaga urish kerak. Nuqtaga urish kerak. Ya'ni aynan maqsadli-da, umumiy portfolio emas. Chatbot yaratdim, agent yaratdim degani emas-da. Chunki hozirgi kungacha menga jo'natarlar, menda portfolio bor edi, ko'raman, e-commerce bor, chatbot bor, bu narsa bor. Keyin menda paydo bo'ladigan savol, maqsadlari nima buni? Maqsadlari skilllaringni ko'rsatmoqchimisan yoki skill deganim hard skillmi yoki baribir AI yaratib bergan. To есть hard skill ko'rsatmayapsan. Lutfi bir qiziqliroq bir narsa qilib bersa, men o'zim qiziqib, o'zim keyin даже o'zim ham refer qilaman ishni. O'zim jamoamga olib ketish mumkin. Va portfolioning o'sha o'zgarishi bor. Lekin ta'lim
yo'nalishga bog'liq. Yo'nalishga bog'liq har xil bo'ladi. Hozir Jumabek sizga kelishdan oldin bitta nimani qo'shimcha qilib qo'ymoqchi edim. Men o'zim biznes professorman-da. Sizni nimangizda aytaylik o'qidingiz, ko'p balki mana shu lead software engineer bo'lishligingiz uchun o'sha paytdagi olgan biznes bo'yicha ilmlaringiz qay darajada foyda berdi? Ya'ni to'g'ri boshqa soha, software engineering, lekin foyda berdimi? Qay darajada foyda berdi deb o'ylaysiz o'sha narsani? Bilasiz, biznesda chain bor. Chain deganim u execution nimalari, chain u misol aytaylik, men uchun menga yoqadigan nima biznes model Coca-Cola. Pepsi bor, Coca-Cola bor. Ikkitasi ham yaxshi biznes modellari. Chunki Afrikada suv bo'lmasligi mumkin, svet bo'lmasligi mumkin, lekin Coca-Cola'ning reklamasi bor. Coca-Cola bir paytda logistik kompaniya bo'lib ketdi. Hozir ham ko'proq daromad logistikadan kelyapti. Coca-Cola logistika bilan aloqasi bo'lmasligi kerak, lekin shunaqa A nuqtadan B nuqtagacha qanaqa qilib borganligi o'sha mahsulot. Shuni o'rgansangiz, menimcha hozir biznesdan bir xil. Software engineering biznesda ko'payyapti. Даже bankda ham pul qayerdan kelyapti, pulni qayerga ishlatamiz, qanaqa algoritm bilan, misol qaysi foizini ishlatamiz, qaysi foiz rezervda turadi. Keyin mijozda muammo chiqdi. Misol aytaylik, kod ishlamayapti deb kelish mumkin. Buni yechish bilmayapsiz. Savol, qanaqa savol paydo bo'lishi mumkin? O'zi nima qilmoqchi bu mijoz? Может быть, boshqa narsa biladi. То есть ko'proq уже software emas, ko'proq softwarening o'zi nimasi ham yo'q. Nima edi u? Ценность nima bo'ladi? Qadri. Qo'shadigan qiymat deyapsizmi? Qiymati yo'q deb o'ylayman. Qachon mijozga kerak bo'lmasa, biznes muammoni yechmasa, software kerak emas. Men o'ylayman, o'sha men o'qigan nimalarim, o'sha case studylarim shu joyda menga ko'p foyda berdi. Foyda bergan. Endi 100% faqat bu yo'ldan ketmayapman. Baribir o'zimda ishim bor, hard skilllarim, lekin o'sha critical thinking yoki ruslarga bor, со стороны смотреть degan gap bor. Chetdan qarash. So bu men emasman, kimdir meni ishimni ko'ryapti. Shu narsalar uchun foydasi bor. Bo'ldi. Menimcha shu yerda olaman, biznesda qiymati bo'lish kerak, bo'lmasa dastur kerak emas dedilar. Xuddi shu narsani biz Humblebee'da boshida moto qilib olganmiz-da. Men o'zim biznesda o'qimaganman, lekin men kimyoviy saodat Imom G'azzoliyning kitobini o'qiganman-da. Maqsad nima deyildi? Boshida maqsad odamlarning og'irini yengil qilish dedik. Bizda nima bor deyildi? Bizda dastur bor, software qilish qobiliyati bor. Endi dedik, muammoni yechish uchun balki mijoz bilan gaplashish kerakdir. Balki ma'lumot yig'ish kerak. Sun'iy intellekt ko'pincha ma'lumot yig'ishingiz kerak-da. Mijozni tushunishingiz, ma'lumot yig'ishingiz muhim. Ko'p AI injenerlar aytadi, men ma'lumot yig'mayman deydi. Yoki AI injener aytadi, men dasturlash bilmayman, men model qilib beraman, uni ishlaydigan qilish boshqalar ishi deydi-da. Biz boshida aytgan narsa yo'q, biz kelajak talant tayyorlaymiz Humblebee'da dedik. Muammoni yechib, u qiymat hosil qilguncha, ya'ni business value hosil qilguncha hammasi biz ishimiz dedik. Ownership olamiz deydi. Bu kelajak talant mana shunaqa bo'ladi Humblebee'da dedik-da. Mana shu narsa, mana shu kecha gaplashgan avstraliyalik do'stimiz ham, biz katta mijozimiz aytyapti, Humblebee'dagi jamoani ko'rmadim deyapti-da. Chunki biz hech qaysi biznes kitobdan o'rganmadik, bir injener kitobdan o'rganmadik. Biz shunchaki odamlarning og'irini yengil qilamiz. Qanaqa qilib dedik-da? Sun'iy intellekt bilan, dastur bilan dedik. Aytmoqchi bo'layotganim, dasturlar yoki umuman sun'iy intellekt modellar qiymatli bo'lishi uchun qanaqadir biznes muammoni yechish kerak. Biznes muammo nima o'zi desa, biz yana ham soddalashtirib tashlaganmiz, odamlarning og'irini yengil qilish. Biznesdan farqi shuda, chunki ba'zida siz odamlarning og'irini yengil qilasiz, lekin sizga foyda kelmaydi. Biznesda unaqa qilmaydi, biznes problema demaydi uni. Lekin biz, masalan, Humblebee'da kadr tayyorlash, boya yoshlarni olish qiyin deb gapirildi, juda ham qiyin haqiqatda. Biznes value yo'q u yerda. Lekin haqiqiy muammoni yechyapmiz. Chunki men o'sha top 1% AI kadr sifatida yurgan paytim ko'rdim, yo'q injener. Bu yoqda akam aytdilar, aytsak 100 ta injener kerak bizga deyaptilar. Yo'q, yetishmaydi. Bu yoqda yoshlarni ko'ryapmiz, hammasi ish yo'q, ish qidirib yuribdi. Ajoyib narsa. Lift kerak orada. O'sha shunaqangi qilib lift qilib top 1% qilib ko'taring bularni. Ana shu jamiyatga qo'shib turgan hissasi. Bu biznes model emasda bu. Foydasini ko'rmayapmiz, chunki hamma qilmoqchi bo'lgan, qila olmagan narsa. Lekin
shuni qilish kerak derdim. Ajoyib. Va buni dasturlar bilan, sun'iy intellekt bilan qilinadigan bo'lsa, yana zo'r ketaveradi. Va hozirgi zamonda dasturlashni o'rganish kerakmi degan savolga qaytamiz boshida. Men aytgan bo'lardim, dasturlash o'rganish kerak o'sha miyani fikrlashini rivojlantirish uchun. Lekin hozir pul kerak bo'lsa-chi sizga? Ya'ni oila boqishim kerak, hayot yashashim kerak. Unda o'sha problem solving, ya'ni AI ni ishlatib turib, muammoni yechishni o'rganish kerak-da. Ya'ni odamdan og'irini yengil qilaylik-da, sun'iy intellekt ishlatib turib. Chunki sun'iy intellekt sizga bu knowledge base, ya'ni prompt qo'yib, u bilan yaxshi kelishib olsangiz, do'st bo'lib olsangiz, qanaqa ishlashni, qanaqa ot qilib minishni bilib olsangiz, ko'p ko'rilgan biznes muammolarni yecha olasiz. Va fikrlashni o'rganish kerak. Va kitob o'qish kerakdir. Agar kimdir men bilmayapman, mana sun'iy intellekt ishlashni bilaman-u, qanaqa qilib bundan pul chiqarishni bilmayapman desa, kitob o'qish kerak derdim. Balki biznes kitob. Ajoyib, zo'r. Aleksey, tasavvur qiling, hozir Urganchda 18 yoshli Aleksey ko'rib o'tiribdi sizni. Tasavvur qiling, mana hozir ko'rib turibdi. Qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz o'sha kichkina yigitga? Buni ko'p o'ylaganman, to'g'risi. Balkim meni javobim ko'pchilikka yoqmaydi deb o'ylayman. Hech narsa deb aytmas edim. Hech narsa deb aytmadingiz. Shunchaki yasha. Chunki o'sha hozir eslasam, u paytda ham ko'p ish qilganman. Anaqa может xarakterim shunaqadir, lekin 18 yoshimda, misol, birinchi kurs Urganch davlat universitetida u paytda IELTS 2013-yilda IELTS rivojlanmagan. Anaqa bo'lmagan, mashhur bo'lmagan Xorazmda. IELTS o'qib boshqasiniki aytgancha Toshkentda endi boshlanyapti o'sha 2013. Keyin undan oldin olimpiadalarda qatnashganman. Aytib o'tish esimdan chiqdi. Qanaqa? Informatika olimpiada. Demak, bor edi ekanda, demak, background. Bo'lgan, lekin uydagilarim tilni o'rgan degan. Uydagilar foyda bo'lgan ekan o'sha. Foydasi bo'lgan. U nima desam, false positive bo'lgan. Bu ham. Intilish bo'lsa, baribir qaytasiz. Zo'r. O'sha hech demak, hozir koreys tili, ingliz tili, o'zbek tili, xorazm tili, ko'pchilik shunaqa deydi. rus tili. Zo'r, juda ham yaxshi. Kelganlaring uchun juda ham katta rahmat. To'g'risi, maza qildim. O'zim bilmagan ko'p knowledge'larni oldim va ko'pchilikka juda ham foydali bo'ldi deb umid qilaman, ishonaman. Albatta tomoshabinlar, sizlarga ham shu paytgacha ko'rib turganlaring uchun rahmat. Bizga komment yozinglar, like va boshqalar bilan ulashish orqali qaysidir ma'noda qilayotgan ishimizga foyda berishlaring mumkin va keyingi mehmonlar kim bo'lishligini, aynan Koreyani o'zida bo'lsa ham mayli, yozib olishlaring albatta chaqiramiz. Va oxirgi so'z. Aytangiz. Hozirgi kungacha ko'p ishlayman, lekin menimcha kam aytaman shu narsani. Hozirgi men misol bu yerda o'tirmas edim. Qachon menga yordam bergan insonlar bo'lmaganda men bu yerda o'tirmasdim. Bu misol ko'p. Даже misol Jumabek akani ko'rib, to'g'risi o'ylanaman-da, O'zbekistonlik, men ham O'zbekistonlikman. Aka Koreyada yurib yordam beryapti. Natijalariga erishgan. Zo'r. Baribir beradi anaqa inspiration. Undan tashqari misol Muhriddin aka bor. Siz menga misol ta'lim bermaysiz, lekin baribir sizniki bo'ladi u bunaqa. O'rganaman. Undan tashqari Pusanda turgan paytimda o'sha software engineeringga kiritgan do'stlarim bor. Qozog'istonlik hammas, Ibrohim, keyin даже Bekzod aka ham bor, u ham yordam berdi. Hozir ishlab yurganlarim misol Habshida bor. Ulardan ham ko'p narsa o'rganyapman. O'zimni to есть hammaga o'sha menga yordam bermagan farqi yo'q. Hayotimda bo'lgan insonlarga minnatdorman. Juda yaxshi. Juda yaxshi, ya'ni kreditni o'ziga olmasdan atrofdagi ustozlari, do'stlarini albatta va o'sha o'zimizga foyda derdim. Avvalambor menda ham xuddi ingliz tilini do'stimiz o'rgatgan, o'quv markaziga yozib olganda borishga majbur bo'lganmiz. Va men aytmoqchimanki, asli atrofingizdagilarga yordam bersangiz, o'zingizga foyda. Chunki siz o'sadigan bo'lsangiz, hozir men ko'p ko'rayotgan narsa, kuchli odamlar kerak bizga. Muammo ko'p, mijoz ko'p, imkoniyat ko'p.
kuchli odam yetishmayapti. Va iloji yo'q, o'zimiz atrofimizdagilarni kuchaytirishdan boshqa ishimiz yo'qda, o'sha narsani qilishimiz kerak. Juda zo'r. Demak, shu bilan sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi sonda ko'rishguncha. Keyingi sonlarda ko'rishguncha. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat. Va tugadi. Rahmat Aleksey. Maza qildik.